u nima bo'lyapti deb qo'rqib esa tashqariga qaradi. Tashqarida qattiq bo'ron bo'layotgan edi. Daraxtlar bir-biriga urilayotgan edi. Ammo ajablanarlisi, shuncha bo'ron bo'lishiga qaramay, uning polietilen devorli uychasiga hech qanday zarba bo'lmayotgan edi. Bunday bo'ronda uychasi uchib ketishi kerak edi. Qo'rqib uychaga kirib, ko'rpaga o'ralib yotdi. Uzoq vaqt tashqarida shunday bo'ldi. Bir tomondan bo'ron, bir tomondan tosh otish. Bir vaqt bo'ron va tosh otish to'xtadi. Muhit tinchlandi. Bir payt uxlab qoldi. Uyg'onganida tong otgan edi. Tashqariga chiqib qaradi. Na bo'ron, na tosh. Tushundi. Uni qo'rqitish uchun biron tanasiz narsa shunday qilgan. Boshqa voqealar davom etdi. Keyingi voqealarni keyin eshitamiz. Ikkinchi voqea: jonli konsert. Keyingi voqea Foysal Munsi akamiz yuborgan 3-voqea, aslida 2-voqea. Biz davom etamiz. Foysal akamiz 1 yildan keyin do'sti bilan Simoniya degan joyga, Kajang shahriga ketdi. Kajang Selangor shtatida. Selangor Malayziya poytaxti Kuala Lumpurning chekkasida. U yerga borib bir akasi bilan uchrashdi. U aka, biz bu yerda bir park ichidagi katta Xitoy qabristonida ishlaymiz. Agar biz bilan ishlasangiz, xo'jayin bilan gaplashaman dedi. Ular rozi bo'lishdi. U aka xo'jayin bilan gaplashib ish topib berdi. Birinchi ish kunida qabristonni ko'rdi. Ular turgan uydan qabriston unchalik uzoq emas edi. Bu katta park edi. Park ichida hamma narsa bor edi. Ichida katta qabriston ham bor edi. Parkning nomini aytmadi, chunki u yerda ko'p Bangladeshli aka-ukalar ishlaydi. Nomi aytilsa, ularga muammo bo'lishi mumkin. Ichkariga kirib hayratda qoldi. Bu juda katta qabriston edi. Park tomosha joyi. Turli mamlakatlardan odamlar sayr qilishga keladi. Park ichida hamma narsani aylanib ko'rdi. Parkka sayr qilishga kelgan odamlar katta oltin ajdaho shaklidagi kolumbarini ko'rishadi. Chiroyli qabriston, daraxtlar orasida sukunat, sirli soya va nurda suzayotgan g'alati muhit. Bundan oldin hech qachon bunday katta park va qabriston ko'rmagan. Qancha katta ekanini aytib bera olmaydi. Faqat shuni aytadi. U yerda 2 yilga yaqin ishlagan. Bu 2 yil ichida butun parkni aylanib chiqa olmagan. Shuncha katta. Dam olish kunlaridan tashqari ko'p aylana olmasdi. Bu park asosan Malayziya Xitoy jamoasi uchun yaratilgan. Shuning uchun u yerga o'sha odamlar dafn qilinadi yoki yoqiladi. Ular Xitoylar. Ularning ko'pchiligi buddist, Tao, Konfutsi. Ba'zi xristian Xitoylar ham shu yerda dafn yoki yoqiladi. Dafn qilish yoqish tizimi bor. Bu Malayziyaning xususiy va tijoriy qabristoni. Shuning uchun davlat musulmon qabristoni kabi diniy jihatdan cheklanmagan. Asosiy mijoz Xitoy an'analariga amal qiladigan oilalar. Vafot etganlarini shu yerda dafn qiladilar yoki yoqadilar. Bu parkdagi qabrlarning aksariyati Malayziya sharoitida juda hashamatli VIP darajadagi qabrlar hisoblanadi. U yerdagi VIP qabristonlar oddiy qabristondagidek faqat tuproq chuqur emas, balki har bir joy chiroyli ko'kalamzorlashtirilgan, maysa gilamidek yam-yashil, atrofi tosh bilan chegaralangan, chiroyli naqshlar bor. Ko'plab qabrlarda marmar yoki granit tosh, oltin yoki qora rangda o'yilgan ism lavhasi, epitaf va qabr atrofida kichik yodgorliklar bor. Granit ishlari bor. Oilalar uchun bir necha avlod qabr beradigan oilaviy qabr kompleksi beriladi. Atrofida devor bilan belgilangan chegara bor. Joylashuv jihatidan bu qabrlar oddiy parkning eng baland yoki eng go'zal qismida bo'ladi. U yerdan butun hudud ko'rinadi. Bu Feng Shui tushunchasiga ko'ra eng yaxshi joy hisoblanadi. Bunday qabrlarning narxi Malayziyadagi o'rtacha yer narxidan ham qimmat bo'lishi mumkin. Bu ularni boy va nufuzli oilalar uchun bir turdagi martaba ramziga aylantiradi. Qisqasi, parkdagi VIP qabrlar faqat dafn joyi emas, balki hashamat, martaba va ta'sir ko'rsatkichidek bezatilgan. Oddiy odamlarning qabridan bir necha barobar farq qiladi. Bu yerda qabr qilish usuli boshqa ko'p joylardan farq qiladi. Avval belgilangan yerning tuprog'i kovlanadi. Odatda 4 burchak va tosh yoki beton bilan o'ralgan bo'ladi. Keyin murda yog'och yoki metal toboqqa solinadi. Ko'pincha bezakli va mustahkam bo'ladi. Qabrga tushirilgandan keyin tepa qopqoq bilan yopiladi va sement yoki tosh plita bilan berkitiladi. Tuproq to'g'ridan to'g'ri toboqqa tegmasin. Keyin atrofida ko'kalamzorlashtiriladi. Maysa, gul yoki tosh naqsh qo'yiladi. Qabr butunlay bezatilgan va doimiy ko'rinadi. Ko'p hollarda qabr yoniga haykal, o'yilgan ism lavhasi va kichik qurbongoh qo'yiladi. U yerga oila kelib, gul yoki tutatqi yoqib hurmat bildiradi. Parkda faqat dafn qilinmaydi, yoqish tizimi ham bor. Malayziyada ko'p xitoylar yoqishni amal qiladi. Shuning uchun bu parkda yoqish uchun alohida tizim bor. Jarayon shunday: murda yog'och yoki maxsus toboqda solinadi. Toboq yuqori haroratda yoqiladi. Kulni yig'ib bezakli ko'zaga solinadi. Bu ko'za kolumbari devorga qo'yiladi. U yerga oila kelib, gul, tutatqi va hurmat bildiradi. Konsertni ko'rish. Foysal Munsi bir kuni parkning bir qismiga borgan. U yerda bir mashhur san'atkorning qabri bor edi. Uzoqdan joy alohida ko'rinardi. Oddiy qabrlar yonida faqat gul bo'lsa, bu yerda g'alati bir ko'rgazma bor edi. Qabr atrofi sement bilan bezatilgan va o'sha sement haykallarida turli musiqiy asboblar yasalgan edi. Gitara, barabon, mikrofon, hammasi o'lgan san'atkorning hayotining ramzi bo'lib turardi.
Ammo bundan ham hayratlanarlisi qabr yoniga qo'yilgan narsalar edi. Kimdir meva va paketdagi ovqat qo'ygan, kimdir sovuq suv shishasi qo'ygan, yana kimdir plastik paketga solib issiq ovqat olib kelib qo'ygan. Yana g'alati narsa, kimdir u yerga eski yog'och mebel, stul, hatto kichik stul qo'ygan. Keyin ko'ziga bir necha mobil telefon to'ldiruvchi karta va bir necha eski mobil telefon tushdi. Go'yo o'lgan san'atkor kimdir bilan bog'lanishni xohlasa, hammasi tayyor bo'lsin. Qizig'i, ular keyin u yerdan telefon to'ldiruvchi kartalarni olib mobillarga to'ldirib uyga qo'ng'iroq qilishgan. Politsiya reydi muammosi bor edi. To'g'risi, noqonuniy ravishda chet elga borgan yoki turganlar uchun eng katta muammo shu edi. Xo'jayin ularni ogohlantirganda, bugun politsiya reyd qilishi mumkin, uyda qolmang. O'sha kechasi ular bu qabristonda kelib yotishardi. Foysal kelishidan oldin u yerda noqonuniy bo'lgan boshqalar ham shu qabristonda kelib yotishardi. Ular 5 kishi birga kelishardi. Qabristonda kelgach kechasi 5 kishi 5 ta qabr ustiga yotib qolishardi. Qabrlari tomli bo'lgan. Avvaliga qo'rqishgan bo'lsa-da, bir vaqt bu ularga odat bo'lib qolgan. Qo'rquv kundan-kun yurakdan chiqib ketgandek edi. Qabriston park ichida bo'lgani uchun keyin unchalik qo'rqinchli emasdi. Foysal birinchi kechasi qabristonga borganida bir voqea sodir bo'lgan. Ular qabristonda odamlar o'limidan keyin qarindoshlari seminar o'tkazadigan, o'sha seminarni bezash ishlarini qilishardi. Qabristondagi qabrlarni tozalash vazifasi nepalliklarda edi. Ammo ular bilan birga ba'zi bangladeshlik akalar ham ishlashardi. Bir kuni kun bo'yi ishlab uyga qaytib ovqatlanib xo'rdik chiqarayotganda xo'jayin qo'ng'iroq qildi. Bugun kechasi politsiya reyd qilishi mumkin, uyda qolmang. O'sha kechasi Bangladesh kriket o'yini bor edi. Foysal kriketning ashaddiy muxlisi. Bangladesh o'yinini hech qachon qoldirmasdi. Uy qabristondan uzoq emas edi, juda yaqin. Hammalari ko'rpa yostiq bilan uydan chiqib 5 kishi bir choyxonada o'tirib kriket o'yinini tomosha qilishdi. Ancha vaqt tomosha qilgandan so'ng Bangladesh deyarli yutqazayotganini ko'rib zerikdi. Foysal, men parkka kiryapman, o'yinni tomosha qilmayman, zerikdim. Qabristonda ishlaganlar uchun qo'rquv yo'q edi. Do'stlar, mayli bor, biz o'yinni tugatib kelamiz deyishdi. Vaqt kechasi 12:00 yoki biroz o'tgan edi. Park qo'rquvchilari bilan ularning munosabati yaxshi edi. U yerda ishlagani uchun do'stona munosabatda edilar. Qo'rquvchi ularning noqonuniy ekanini bilardi. Xavf bo'lsa shu yerda qolishlari kerak. Park qo'rquvchiga qattiq edi. U yerdagi katta aka va boshqalar doim kelib turardi. Shuning uchun qo'rquvchiga ko'p aytish kerak emas edi. To'g'ridan to'g'ri park ichiga, qabristonga ketdi. Jasorat bilan qabristonga kirdi. Ammo qabrlar yonidan yurib ichkariga ketayotganda biroz qo'rqdi. Odatda u bilan yana 4 kishi birga bo'lardi, 5 kishi. Hozir esa yolg'iz edi. Ancha uzoqqa borib chiroyli bir VIP qabr ustiga ko'rpacha solib yotdi. 2 ko'rpa olib kelgan edi. Birini yaldi, birini ustiga yopdi. Ko'rpani chetga surib bir tomoni yonboshlab yotdi. Do'stlari kelmagan, yolg'iz uxlash unga noqulay edi. Shu payt to'satdan unga atrofida kimdir yurgandek tuyuldi. Kunduzi odamlar bo'ladi, kechasi atrof sukunat. Bunday kechada kim yurar edi? Biroz qo'rqdi. Ammo ko'rpa ostidan boshini chiqarmadi. Birozdan keyin atrofida mushukning mau tovushini eshitdi va kimdir ko'rpaning oyoq tomonidan tortayotganini his qildi. Tortish usuli insonnikidek edi. 1-2 marta, bir necha marta tortdi. U juda qo'rqdi. Ko'rpani yulib oladigandek edi. Qo'rqa-pisa ko'rpa ostidan boshini chiqarib qaradi. O'zidan ancha uzoqda bir qabr ustida katta qora mushuk o'tirganini ko'rdi. Mushuk unga g'azablangan nigoh bilan qarab turardi. Mushukning ko'zlari qizil ko'rinar edi. Buni ko'rib juda qo'rqdi. Nima qilishini bilmay, kechiktirmasdan ko'rpani qo'liga olib, u yerdan yugurdi. Mushuk ham qabrdan tushib, boshqa tomonga yugurib ketdi. Bu haqiqatdan mushukmi yoki boshqa narsami? Uning xayolida shubha bor. Ko'rpani tortayotganda inson tortayotgandek tuyulgan edi. Inson bir narsani ushlab tortgandek, shunday qattiq tortish. Mushuk bunday torta olmaydi. Yugurib qabristondan o'tib o'sha choyxonaga keldi. Yo'lda hech qanday muammo bo'lmadi. Do'stlari hali o'yinni tomosha qilayotgan edi. Ular, "Nima bo'ldi? Yolg'iz qo'rqdingmi?" deyishdi. Hammasini aytdi. Ular, "Qabristonda dahshatli narsalar bo'lishi mumkin. Bu normal. Qaysi qabr ustida yotgan bo'lsang shuning uchun. Boshqa qabr ustida yotsang bo'ladi", deyishdi. Foysal hayron bo'ldi. Bunday qo'rqinchli voqea aytgandan keyin ham ularning yuzida qo'rquvdan asar yo'q. Ular bu ishlarga ko'nikib qolgan. U uchun bu juda qo'rqinchli edi. "Bugun bu yerda qolmayman, uyga ketyapman", dedi. O'sha kechasi hech kim qabristonga bormadi. O'yin tugagach, hammasi uyga ketishdi. 6 oy o'tgach, bir san'atkor vafot etdi va u qabristonga, ular har kuni ishlaydigan joyga dafn qilindi. Uzoqdan qaraganlarida uni juda tantana bilan dafn qilishganini ko'rdilar. Uning qabri atrofiga turli musiqa asboblarining sementdan namunasi yasalgan. Bir oy o'tgach, kechasi xo'jayin, "Bugun kechasi qabristonda qoling", dedi. Ular ovqatlanib qabristonga ketishdi. 5 kishi 5 ta qabrni belgilashdi. Har bir VIP qabr bir-biridan 60-100 fut masofada edi. Ular faqat tomli qabrlarning ustiga yotishga harakat qilishdi. Tomsiz bo'lsa yotish qiyin edi. Qabristonda ishlab, qo'rquv asta-sekin ancha kamaygan edi. Kun bo'yi murdalar bilan birgamiz. Kimdan qo'rqamiz? O'sha kechasi uxlab qolishdi. Yarim kechada qulog'iga bir tovush keldi. Atrofda baland ovozda musiqa asboblari chalinayotgan, konsert bo'layotgandek edi. Juda baland ovoz.
bu tovush bilan uyg'onib ketdi. Qabriston biroz qiyolik edi. Ular tepada, baland joyda edilar. Musiqa tovushi past tomondan kelardi. Uyg'onib, bir oz diqqat bilan musiqa tovushini eshitdi. Keyin yugurib do'stini uyg'otdi. Barmog'i bilan tovush kelayotgan tomonga ishora qilib, "Do'stim, o'sha tomondan musiqa tovushini eshityapsanmi?" dedi. Do'sti, "Ha, men ham eshityapman", dedi. Ammo u boshqa tomondan eshitayotganini aytdi. Ajablanarlisi, Foysal qaysi tomondan eshitayotgan bo'lsa, do'sti unga qarama-qarshi tomondan eshitayotgan edi. Hammasini uyg'otib, "Keling, tovush qayerdan kelayotganini qidiraylik", deyishdi. Qidirib, bir necha oy oldin dafn qilingan san'atkorning qabri yonidagi sementdan yasalgan musiqa asboblari haykallari oldiga kelishdi. Tovushlar o'sha yerdan kelayotgan edi. Ular o'sha qabrdan ancha uzoqda edilar. O'sha joyni yoritib turganini ko'rdilar. Go'yo sement musiqa asboblari haqiqiy musiqa asboblariga aylangan edi. U yerda ko'plab ayollar va erkaklar. Kimdir qo'shiq aytmoqda, kimdir musiqa asboblarida chalmoqda, kimdir ichimlik ichmoqda, kimdir raqsga tushmoqda. Haqiqiy konsert bo'layotgandek edi. Ular juda qo'rqib ketishdi. 5 kishi bo'lib turib, bu g'alati ishlarni uzoqdan tomosha qilishdi. Taxminan 2 soat shu manzara davom etdi. Bomdod vaqti kelganda, to'satdan hamma narsa havoga qo'shilib ketdi. Qorong'u, hech narsa yo'q. Sement musiqa asboblari yana avvalgidek qattiq tosh bo'lib turardi. Ular hayratda ancha vaqt qarab turishdi. Hammasi qattiq qo'rqishdi. Buni tilga olish qiyin. Do'stlari aytishdi. Bu yerda hech qachon bunday manzarani ko'rmaganmiz. Atrof asta-sekin tun qorong'usidan chiqib yorishib borardi. Keyin uyga qaytishdi. Ertasi kuni qabriston yonida bezak ishlarini qilayotganda yana o'sha qabr oldiga borishdi. Hammasi normal edi. Go'yo hech narsa bo'lmagandek. Yana bir kechasi xo'jayin ularga o'sha yerda qolishni buyurdi. O'sha kechadagi dahshatli tajriba eslariga tushdi. Bir-birining ko'ziga qarab turishdi. Hammasining ko'zida qo'rquv bor edi. Shunga qaramasdan vaziyatga bo'ysunib ketishga majbur edilar. Ovqatlanib, hammalari o'sha kechasi qabristonga borib, qabrlar ustiga yotishdi. Hamma qo'rqardi. Noma'lum qo'rquv ularning uyqusini qayta-qayta buzardi. Birozdan so'ng biri ikkinchisini, "Uxladingmi? Yo'q. Sen uxladingmi?" deyishardi. Aslida beshov ham uyg'oq edilar. Bir vaqt bir-birlarini chaqirishni to'xtatib uxlab qolishdi. Yarim kechada qulog'iga avvalgi baland musiqa tovushi keldi. Qo'rquvdan uyg'onib ko'zlarini ochdi. Do'stlarini chaqirishga jur'ati yetmadi. Qarasa, do'stlari o'sha tovushga uyg'onib turib olishgan. Keyin qo'rqmay hamma birga bo'lishdi. Qiziqish bilan avvalgidek qabr tomon yurishdi. Qabrga ancha yaqinlashganda xuddi avvalgidek o'sha qabr yonida musiqa asboblari chalinayotgan edi. Ayollar, erkaklar partiya qilishyapti, raqsga tushyapti, qo'shiq aytishyapti. G'alati narsa, ular undan ancha uzoqda edi. Lekin ular istasa ularni ko'rishi mumkin edi. Nima uchun ular o'z ishlariga e'tibor qaratishayotgan edi? Bir marta ham ular tomonga qaramadilar. Ular qo'rquv bilan o'sha konsertni tomosha qilishdi. Vaqt qanday o'tganini bilmadilar. To'satdan uzoqdan bomdod azoni eshitildi. Shu bilan avvalgidek hamma narsa havoga qo'shilib ketdi. 2 kun shunday bo'lgach, ular bu haqda o'ylashdi. Nega bunday bo'lyapti? Bomdod azonidan keyin kechiktirmasdan uyga qaytishdi. Ularning ish joyida bir indoneziyalik ishlardi. U tez-tez hazillashib, "Men sehr bilaman, jin chaqira olaman. Ko'rasizlarmi?" derdi. Ular hazil bilan, "Buni mumkinmi? Siz oddiy odamsiz. Bunday ishlarni biladigan o'zar yoki tabib emassiz-ku. Qanday jin ko'rsatasiz?" deyishardi. U, "Men bir necha ruhiy ishlarni o'rganganman. Ko'rmoqchi bo'lsangiz kechasi ko'rsataman", derdi. Ular, "Bir kun ko'rsatingchi, gapingiz rostmi?" deyishdi. Bir necha kundan keyin bir kechasi u ularning uyiga keldi. "Bugun kechasi sizlarga jin ko'rsataman", dedi. Ularni uydan tashqaridagi ochiq joyga olib bordi. Keyin bir narsalarni o'qiy boshladi. Birozdan keyin ular atrofida bir soya shakli yugurayotganini ko'rdilar. U o'sha shaklga qarab chaqirdi, ammo uni yaqin keltira olmadi. Uzoqdan bir necha marta go'yo raqsga tushdi, yugurdi. Keyin qayerdadir g'oyib bo'ldi. Indoneziyalik, "Men uni chaqira olaman, lekin qanday qilib o'zimga keltirishni bilmayman", dedi. Bu ularga juda g'alati tuyuldi. Ular unga, "Biz 2 kecha qabristonda jin ko'rdik, siz biz bilan kelasizmi?" deyishdi. Buni eshitib u juda hayron bo'ldi. Hammasini eshitdi. "Jinlarning konserti kim bo'ladi? Ko'rish kerak", dedi. U ha, albatta borishini aytdi. Bu indoneziyalik Malayziyada qonuniy yashardi. Shuning uchun hech qachon qabristonda tunashga majbur bo'lmagan. U, "Keyingi reyd xabari bo'lganda meni ham olib boring. O'z ko'zim bilan ko'raman", dedi. Bir necha kundan keyin xo'jayin yana politsiya reydi bo'lishi mumkinligini aytdi. O'sha kuni ular indoneziyalikni ham olib ketishga qaror qilishdi. Uni chaqirib hazil bilan,
aka, bugun o'sha konsert joyiga ketyapmiz, biz bilan kelasizmi deyishdi. U rozi bo'ldi. Birozdan so'ng ularning uyiga keldi. Hamma birga kechki ovqatni yeb, o'sha katta Xitoy qabristoniga yo'l olishdi. Uydan chiqib avval o'sha choyxonaga borishdi. Biroz suhbatlashishdi, choy ichishdi. Keyin parkka kirishdi. Park ichida biroz suhbatlashishdi. Keyin qabristonga borishdi. Avvalgidek hamma alohida VIP qabrlar ustiga yotishdi. Yarim kechada avvalgidek to'satdan musiqa tovushi eshitildi. Baland ovoz. Ular birin-ketin uyg'onib, hamma birga o'sha tomonga yurishdi. Indoneziyalik bilan uzoqdan turib o'sha g'alati konsertni tomosha qilishdi. O'sha konsertda hozir bo'lganlarning hammasi Xitoyga o'xshardi. Odamlar qo'shiq aytishyapti, musiqa asboblarini chalishayapti, kimdir ichimlik ichyapti, kimdir raqsga tushyapti. Nurda yoritgan dahshatli bir marosim. Bu yorug'lik qayerdan kelayotganini tushunib bo'lmasdi, ammo yoritib turardi. Indoneziyalik bu manzarani ko'rib, qo'rqmay o'sha tomonga borishga tashna bo'ldi. Ular unga, aka, ularga juda yaqin bormang, biroz ehtiyot bo'ling, deyishdi. Ammo indoneziyalik ularning taqiqiga qarshi chiqib oldinga bordi. U jin chaqira oladiganini o'ylab o'zini katta tabibdek hisoblar va faxrlanar edi. Ular uzoqdan turib bu aka nima qilayotganini kuzatishdi. Indoneziyalik konsertga juda yaqin borganda, partiya qilayotgan odamlarning hammasi bir vaqtning o'zida unga qaradi. Musiqa to'xtadi. Ichimlik ichayotganlar ichishni to'xtatdi. Hayrat bilan hamma bir xil tarzda unga qarab turishdi. Keyin bir-birining yuziga qarab turishdi. To'satdan bu yerda odam ko'rib hayratda qolishgandek edi. Shundan keyin hamma narsa bir lahzada havoga qo'shilib ketdi. Nur, musiqa, odamlar, hech narsa yo'q. Avvalgidek sehrgarlikdek g'oyib bo'ldi. Tinch qabriston va sementdan yasalgan turli musiqa asboblari haykallari. Indoneziyalik biroz u yerda turdi. Keyin ularning oldiga qaytib keldi. Undan, aka, oldinga borib g'alati narsa ko'rdingizmi? Ayting, deyishdi. U, bu yerda ko'p jinlar bor. Ular har kecha shunday zavq-safo qiladi. Siz ko'rganingizdek. Ular sizning borligingizni biladi. Ammo siz ularni hech qachon bezovta qilmaganingiz uchun ular ham hozirgacha sizga zarar yetkazmagan. Bugun men ularga juda yaqin bordim. Bunga ular juda g'azablandi va mening jasoratimdan hayratda qoldi. Shuning uchun ular bu yerdan g'oyib bo'ldi, dedi. U ularga yana, biroz ehtiyot bo'ling. Kelajakda hech qachon ularni bezovta qilmang. Aks holda ular sizga zarar yetkazishi mumkin. Iloji bo'lsa, bu joydan biroz uzoqroqda turishga harakat qiling, dedi. Buni eshitgan 5 kishi juda xavotirga tushdi. Agar shunday davom etsa va ular bu yerda qolaversa, qachon katta zarar bo'ladi. Keyin yana o'z VIP qabrlarining ustiga qaytib, o'sha yerda qolishdi. O'sha kechada boshqa hech narsa bo'lmadi. Boshqa tovush eshitmadilar. Keyin bir necha kun o'sha yerda bo'lganlarida vaqti bilan qabristondan musiqa tovushi kelardi. Ammo endi ular uni ko'rishga yaqin bormadilar. Bu tovushga o'rganib qolishdi. Bezovta qilishni xohlamadilar. Bezovta qilsa zarar yetishi mumkin edi. Ular park ichidagi boshqa odamlarga qabriston bilan bog'liq bu voqealarni hech qachon aytmadi. Chunki bu narsalar oshkor bo'lsa, aksincha ularga zarar bo'lardi. Chunki bu yerda qolish qoidasi yo'q. Bu odamlar kechasi qayerdan keladi? Eshitgan odamlar politsiyaga xabar berishadi. Kechasi bu yerda odamlar yashaydi. Politsiya kechasi qabriston ichida reyd qilib ularni ushlab olardi. Shundan keyin taxminan 1,5 yil o'tdi. Hammasi yaxshi ketayotgandi. Ular bunga deyarli o'rganib qolishgan edi. Qo'rqmas edilar. Bir kuni Foysal Munsi va bir hamkasbi kutilmaganda politsiya reydida qo'lga tushdi. 1 oy qamoqda yotib Bangladeshga qaytishdi. Noqonuniy yo'l bilan Malayziyaga borganlar qanchalik qiyinchilik chekishini tashqaridagilar tasavvur qila olmaydi, deydi Foysal Munsi. Tinmay mehnat qilib, mamlakat uchun remittans jo'natadigan remittans jonchilari. Foysal Munsi hozir Bangladeshda. Keling, ushbu qismning navbatdagi yangi voqeasiga o'tamiz. Bu voqeani bizga yuborgan Najmul. Uning uyi Netrokona tumani, Kolmakanda hududi, Borokopon nomli qishloq, Rika qishlog'ida. Uning bir necha voqeasini avval efirga uzatganmiz. Hakuya va Dou ruhi nomli. Ularning uyida bir dahshatli jin, Dou bor edi. Buni qanday haydashganini u avvalgi voqeasida aytib bera olmagan. U Dakkada yashaydi. Uyiga kelganida Afsonalar olami YouTube kanalidan uning voqeasini uydagilarga eshittirgan. O'shanda uning buvisi bor edi. Buvisi: "Najmul, voqea shunchami? Qolgani qani?" degan. Najmul: "Qolganini bilmadim. Bilganimni email qildim" degan. Buvisi qolganini aytib bergan va bu qismni yuborishga aytgan. Najmul akamiz buvisidan eshitgan qolganini bizga yuborgan. Kandayr botqog'idagi jin. Najmul akamizning buvisi, ular 4 aka. Buvining 2, ya'ni ular ham Najmul akamizning buvisi. Bir kuni ular bizning uyda bir Dou bor, hech qachon ko'z oldimizga tushmagan, deyishib uyning orqasidagi hovuzga borishdi. Hovuz atrofi o'rmon bo'lib ko'p daraxtlar bor. Ikkalasi borib juda katta, uzun bo'yli bir keksa odamni ko'rdilar.
uning terisi osilib ketgan. Boshini egib nimadir qilyapti. Qo'llari bilan barmoqlari bilan nimadir qimirlatyapti. Barmoqlari ancha uzun. Buni ko'rib ikkalasi qo'rqib baqirib uyga kirdilar. Hammalarni chaqirib olib kelishdi. Qaytib kelganda keksa odam yo'q edi. U nima qilayotgan joy ham normal edi. Bu odam kim edi? Bir narsa. Kobarich va jin. Bir kuni ularning qo'shni xonadonidagi bir ayolga jin asabiy ta'sir qildi. Kobarich keldi, dam solib pul olib ketdi. Ammo jinni hozir qila olmadi. Biroz dam solib, yaxshi bo'ladi deb pul olib ketardi. Ko'plab bunday kobarichlar kelib hech narsa qila olmadilar. Jinni hozir qila olmadilar. Bir kuni ayolning ahvoli juda og'irlashdi. Shunda bir kobarich keltirildi. O'sha paytda hamma uyning orqasida, oldinda, atrofida tayoq bilan qorovullik qilayotgan edi. Agar kobarich jinni hozir qila olmasa, uning xabari bor. Tayoq bilan turishgan. Kobarich jinni hozir qila olmasa va pul so'rasa, uni kaltaklab yerga qo'shib yuborishadi. Hamma, bugun bemorni tuzatasan, keyin chiqasan. Qani, qara qanchalik katta kobarich ekaningni ko'raylik deyshadi. Kobarich hech qachon bunday muammoga duch kelmagan. Kelganida odamlar uni o'rab olishgan, tayoq bilan aylanib yurishgan. Kobarich qochib ko'rmasin. Bunda Najmul akamizning buvisi ham bor edi. U ham g'azablangan. Kobarichlar kelib pul olib ketadi. Bu ishni qattiq jazolash kerak. Boshqa kobarichlarning jahli shu ustiga chiqadi. Kobarich, sizlar tinchlaning. Men o'zimcha harakat qilaman. Bir harakat qilishimga imkon bering, dedi. O'sha paytda u hududga elektr kirmagan. Hamma ko'ptok chiroq ishlatardi. Kobarich chiroqni o'chirib jinni hozir qilishga harakat qildi. Uzoq vaqt harakat qildi. Kecha burun bo'ldi. Jin hozir bo'lmadi. Odamlar, "Qo'y Kobarich nima bo'ldi? Qo'yib yubordingmi? Bizning tayoq tayyor", deyishdi. Kobarich, "Aka, yana bir harakat qilaylik. Sizlar biroz tinch o'tiring. Bunday qilsa ish bo'ladimi?" deyotgan edi. Shu payt to'satdan o'sha ayolning tanasida jin hozir bo'lib Kobarichga salom berdi. Kobarich salomni qaytarib, "Nega buncha kechikding? Kelishga", dedi. Aslida Kobarich ayolga asabiy ta'sir jinni hozir qila olmagan. Ahvol qiyinligini tushunib, jinni hozir qila olmasa, bugun uning suyaklari sinishini tushundi. Shuning uchun o'ziga qarashli jinni chaqira boshladi. Ammo unga qarashli jin ham kelmayotgan edi. Bu uni xavotirga solgan. Bir jinni hozir qilish kerak edi. Aks holda kaltak yerdan qolmasdi. Jin kechikish sababini so'raganda, jin, "Kobarich Mushay, siz meni chaqirayotganingizda men kelayotgan edim. To'satdan Kandayr botqog'ida bir jin bilan uchrashdim. Bu uyda bu ayolga asabiy ta'sir qilgan jin yo'limni to'sib turgan." U aytdi, "Qayer ketyapsan? O'sha uyga ketyapsanmi? O'sha bemorni men tutganman. Qayer ketyapsan? To'xta, u yerga borma. Men nima deysam shuni qil. Och qoldim. Bu botqoqdan baliq ovla va oldimga qo'y. Baliq yeyman", dedi. O'sha botqoqda baliq ko'p edi. U jin o'sha jinni juda kuchli ekanini ko'rdi. U bilan hech qanday kurashib bo'lmasdi. Nima qilsin? O'sha jinga baliq ovlab berdi. Jinlar to'g'ridan-to'g'ri baliq ovla olmaydi. Qiyin. Shuning uchun odamlardan so'rab iste'mol qiladi. Ko'p voqealarda ko'rganmiz. Qiyin bo'lsa-da, o'sha jin uni majburlab baliq ovlatdi. Baliq olib kelib berardi, u yeb tezda tugatardi. Qorni to'ymasdi. O'sha jin, "Bir necha baliqni birga olib kel. Men baliqlarni yeb turaman. Men biroz vaqt olaman, kelaman. Kelib senga yana baliq ovlab beraman", dedi. "Mayli, bor, tez kel", deb u yerdan shiddat bilan bu ayolga qaytib kelgan. Shuning uchun kechikkan. U, "Endi uzoq qola olmayman. Uning ruxsatsiz o'z uyimga ham qayta olmayman. Uning oldiga yana borishim kerak. Ruxsat olib uyga qaytishim kerak. Aks holda u meni ushlaydi, o'ldiradi. Juda kuchli", dedi. Va u jin yana aytdi, "Bu bemorning ichida hamma narsa vayron bo'lgan. O'sha yomon jin hammasini yeb tugatgan. Bu bemor bir haftadan ortiq yashamaydi." Shu bilan hech qanday gaplarsiz jin u yerdan ketdi. Najmul akamizning buvisi va u yerda bo'lganlarning hammasi buni eshitdi. Kobarich jinni hozir qilgani uchun odamlarning qattiq kaltagidan bu safar qutulib qoldi. Haqiqatan bir haftadan keyin ayol vafot etdi. Buvisining jasorati. Bir kuni buvisi qo'shni qishloqqa borgan. Borib bir ayolga jin asabiy ta'sir qilganini ko'rdi. Jin asabiy ta'sir qilganda odam shunday qiladi. O'sha ayol ham shunday qilardi. Buvisi nima qildi? O'sha ayolning oldiga borib, "Bizning uyda bir jin bor. U shunday azob beradi. Bir marta qo'limga tug'sa, nima qilardim?" Shu bilan o'sha ayolning tanasida ularning uydagi o'sha jin hozir bo'lib, buvisiga, "Keldim. Nima qilasan? Nima qilmoqchi eding? Qilchi", deb to'qib saqla boshladi. Buvisi hech narsa demadi, jim turdi. Buvisingning bir amakisi, katta amakisi qo'shni qishloqda yashar edi. U yaxshi darajadagi ko'birach edi. Ancha katta darajadagi ko'birach edi. Buvisi jinning do'q-po'psalarini eshitib, ko'ngli xafa bo'lib, amakisining oldiga borib, "Amaki, bizning uydagi jin, dadamning jini menga bunday do'q-po'psa qilyapti", dedi. Buvisingning amakisi buvisini olib, Najmul akamizlarning uyiga keldi. Ayniqsa o'sha ayolga jin asabiy ta'sir qilgan joyga keldi. O'sha jinni hozir qila oldi. Hozir qilib, "Hoy, sening qancha yurak bor? Mening jiyanimga do'q-po'psa qilyapsan. Meni tanimaysanmi? Sen shunday deyapsan", dedi. O'sha jin biroz yumshab, "Mening aydim nimada? Sizning jiyaningiz uyga borib, qo'limga tushsa shunday qilaman, bunday qilaman", deb aytdi. Men g'azablandim, g'azab bilan aytdim", dedi. Buvisingning amakisi, "Yana bir bor mening jiyanimga bir so'z aytadigan bo'lsang, ahvoling yomon bo'ladi", dedi. Buvisingning amakisi g'azablangan edi. U bor ekan, jiyaniga jin do'q-po'psa qiladi. Jin ketdi. Endi o'sha jinni ularning uyidan haydash voqeasiga kelamiz. Buvisingning amakisi ancha oldin vafot etgan. Jinning zulmi kuchaygan. Shunda qo'shni qishloqdan bir ko'birach keltirishdi. Yaxshi darajadagi ko'birach edi. U keksaygan edi. Soqoli oqargan, oriq ozg'in, jussasi kichkina. Najmul akamizning bir buvisi aytadi,
ko'brach kelib jinni chaqirishi bilan jinni ko'brachni ko'rinmas tarzda tortib uydan tashqariga chiqarib yerga urdi. U yerdagi boshqalar ham qo'rquvdan uydan chiqib ayvonda turib nima bo'layotganini tomosha qilishdi. Hamma ko'rdi. Ko'brach ko'rinmas kimdir bilan kurashayotgan edi. Bir marta ko'brach kimnidir yerga urdi, bir marta ko'brachni kimdir yerga urdi. Go'yo ikki kishi kurashayotgandek, birini ko'rishyapti, birini ko'rishmayapti. Shu tarzda uzoq vaqt ikkisi o'rtasida kurash bo'ldi. Hamma bir narsaga juda hayron bo'ldi. Bu oriq, azg'in, soqoli oqargan keksa odam ko'rinmas kimdir uni yerga urayotgan bo'lsa-da, shuncha vaqt kurashayotgan edi. Ammo unga hech narsa bo'lmasdi. Kuchi kamaymasdi. Uzoq vaqt kurashib, bir vaqt uyning orqa tomoniga o'tib ketishdi. Hamma uydan chiqib uzoqdan turib ko'rdi. Ular hali kurashayotgan edi. Jinni ko'rishmaydi. Ko'brach go'yo kimnidir yerga urayotgandek, yana go'yo kimdir ko'brachni yerga urayotgandek. Shu tarzda davom etdi. Kecha taxminan soat 3:30 bo'ldi. Shu payt hamma eshitdi. U yerda bo'lganlarning hammasi eshitdi. Kimdir og'ir ovozda ko'brachga: "Men qo'yib yubur, 7 buyval bersang ketaman" deyapti. Hamma ko'ryapti. Ko'brach uni shunday tutib olganki, go'yo kurashda odamni qotirib ushlab olgandek, qimirlay olmaydi. Ko'brach kimnidir ushlab olgan, lekin kimni ushlab olganini ko'rishmaydi. Faqat qichqirib: "Qo'yib yubor, 7 buyval bersam ketaman" deyapti. Ko'brach: "Qo'yib yuboraman. Bu uyda qancha bola o'ldi? Buning sababi nima?" dedi. Aytib o'tish kerak, bu uyda ko'plab bolalar o'lgan. Shular orasida Najmul akamizning opasi ham bor. Amakisi o'lgan. O'sha jin tan oldi. Bu uyda o'lgan odamlarning ko'pchiligi uning sababi bilan bo'lgan. Va u aytdi: "Bu uyda katta bobo degan kishi bor edi. Uning quli edim. U o'lganidan keyin menga hech kim ovqat bermadi. Shuning uchun har yili 3-4 tadan bola yeb qo'ydim. Ko'brach, qancha bola yeganingni hisobla, hammasini qaytar, keyin senga 7 buyvol beraman." Gapiga kirdim. "Bor", dedi. Jin: "Qancha bolani qaytaraman? Hammasini yeb qo'ydim. Hammasi o'lgan. Qaytara olmayman-ku", dedi. Jin to'g'ridan to'g'ri gapirardi. Bu hamma eshitdi. Hech kimning tanasiga kirib gapirmayapti. Ko'brach: "Senga 1 buyvol ham berilmaydi. Jin: "Hech narsa bermasang 2 ta kaptar ber", dedi. Oxiri 2 ta kaptarga rozi bo'ldi. Ko'brach uning qo'l oyog'ini bo'shatdi. Shu zohida 2 ta kaptar topilib, qafasdan chiqarilib berildi. Shundan keyin Allohning rahmati bilan hech qanday muammo bo'lmadi. Najmul akamizning onasi aytadilar, ularning oilasidan bir kichik bola o'lganidan bir necha kun oldin, ayniqsa Najmul akamizning opasi haqida gapiryapman. Uning hamma kiyimlari g'oyib bo'lardi. Opasi o'lganining aniq 40 kunida uning onasi bir daraxt shoxida polietilen paket ichida opasining hamma kiyimlari osilganini ko'rdi. Juda baland daraxt shoxida. Yupqa bambuk bilan paketni tushirib, opasining hamma kiyimlari birga ekanini ko'rdi. Ularning bir kichik opasi bor edi, hammadan kichik. Uning o'limi ham shu jin tufayli bo'lgan. 2 opa ham sirli ravishda o'lgan. Shuncha qayg'u bilan o'lgan, buni aytishga so'z yetmaydi. O'sha 2 opasini eslasa, hali ham yuragi ezilib yig'lashi keladi. U hali ham o'ylaydi: agar Alloh menga kuch bersa va kuchli ko'brach bo'lsam, 2 opamning o'limining qasosini qattiq olardim. O'sha jinning jigarini chiqarib, 2 opamning qabri oldiga tashlab, baqirib: "Qarang opalar, bugun 2-o'ngizning qotilini dunyodan dahshatli azob bilan jo'natdim. Qasos oldim" derdim. Ammo bu mumkin emas. Aziz tinglovchilar, aynan shu tarzda ular katta bobosi bilan birga bo'lgan o'sha yomon jinni haydashdi. O'sha ko'brach kurashib, shunday ushlab olgan ediki, u qochib qutula olmadi. Uzoq vaqt kurashdi. Ko'brach yerga urayotgan edi, lekin uning biror sugagi sinmadi. Bu juda sirli narsa edi. Najmul akamiz yuborgan Hakuya va Dev ruhi voqealarini eshitgan bo'lsangiz, batafsilroq bilasiz. Endi ushbu qismning navbatdagi yangi voqeasiga o'tamiz. Bu voqeani bizga yuborgan remittent Mishu Soha. Uning uyi Chattogram, Rangunya, Majumdarxil. Hozir Saudiya Arabistonining Dammom shahrida. Saudiya Arabistonidagi xonadoshlari Shuho, Masud, Pratik, Noim. Ularning ismini aytgan. Asosan ulardan ilhomlanib afsonalar olamini eshitadi. Har kecha afsonalar olami voqealarini eshitib uxlaydi. Ular bunga o'rganib qolgan. Bir kuni xonadoshlariga bir necha dahshatli voqea aytib bergan. Xonadoshlari: "Aka, afsonalar olamiga voqea yuboring", deyishdi. Shunda u voqea yuborgan. Voqea 2005-yil atrofida. Uning yoshi 10 atrofida edi. O'sha paytda u amakisining uyiga mehmonga borardi. Oyiga kamida 2 marta borishi kerak edi. Amakisining uyi yaqin edi. Ularning qishlog'idan 3 kilometr atrofida. Amakisining uyida faqat 3 kishi yashardi. Buvisi, onasining otasi, buvisining xotini va Burima. Burima uning onasining buvisi. Hamma uni mehr bilan Burima deb chaqirardi. Voqea aynan shu Burima haqida. Bir kuni kechasi telefon keldi. Burima qattiq kasal.
Uning yoshi 100 dan oshgan edi. Ertasi kuni ertalab Mishu Soha akamizning onasi amakisining uyiga Burimani ko'rgani keldi. Borib qarasa, ahvoli juda og'ir edi. Faqat nafasi bor edi. Amakisining uyining yonida yana bir uy bor edi. Onasining katta amakilarining uyi. Uy bambuk devor va tunika aralashmasida qurilgan edi. O'sha uyda 4 kishi yashardi. Roton mami, Shivli mami va ularning 2 farzandi. Shivli mami Burimani juda yaxshi ko'rar, g'amxo'rlik qilar edi. Amakisining uyida hech kim bo'lmagani uchun u Burimaga g'amxo'rlik qilar edi. Burima kasal bo'lganda ham qaradi. Bir so'z bilan aytganda Burimani juda yaxshi ko'rardi. Burima kasal bo'lgan kuni ular ko'rganidan keyin ertasi kuni ertalab Burima vafot etdi. Ularning ko'z o'ngida vafot etdi. Burimani ularning hindu dini marosimi bo'yicha Shamshonga olib borishdi. Tanasini olovda yoqishdi. Hamma ish tugagach ular o'z uylariga qaytishdi. Burima vafot etganidan 4 kun o'tgach, amakisining uyidan Shivli mamining qo'ng'irog'i keldi. Mishu Soha akamizning onasiga. Shivli mami qo'ng'iroq qilib dahshatli bir voqeani aytdi. Kechqurun kechasi bo'lgan, soat 8 atrofida. Uyda yolg'iz edi. Eshik derazalarni yopib ovqat pishirishga kirdi. To'satdan oshxona eshigida tak tovush. Bir keksa ayol qaltiroq ovozda "Shivli eshikni och" dedi. U bu kechada kim keldi deb o'yladi. Ovozni yaxshilab eshitdi. Bu Burimaning ovozi. U 4 kun oldin vafot etgan edi. Uning badaniga ter bosdi. Bu qanday mumkin? Xayolida xato deb yana ovqat pishirishga diqqat qildi. Yana eshikda tak. Faqat eshikda emas, bir vaqtda oshxonadagi derazada ham tovush. Eshikda, derazada, bir vaqtning o'zida. Keyin tepadagi tunikada ham tovush. Eshik, deraza, tunika, hammasi birdan. Go'yo butun oshxonani buzib tashlaydigan edi. U qo'rquvdan baqirib yubordi. Uning ovoziga mahalla aholisi yugurib kelishdi. U voqeani aytdi. Hech kim ishonmadi. Odam qanday chaqirishi mumkin? Nimani eshityapsan? Buning uchun baqirib yuboryapsan deyishdi. Hammasi o'z uyiga ketishdi. Kechasi 9da Mishu Soha akamizning buvisi, jiyanlari hammasi uyga kelishdi. Shundan keyin boshqa tovush bo'lmadi. Ya'ni eri va bolalari kelgandan keyin shunday aytib Shivli mami yig'langan ovozda telefonni qo'yib qo'ydi. Har kecha u uyda yolg'iz qolganida xuddi shunday bo'ladi. Keyin uyning boshqa a'zolari kelganda bo'lmaydi. O'sha kechasi Avvaliga Mishu Saha va onasi bu gaplarga ishonmadi. Onasi Burimani mamichang juda yaxshi ko'rgan. Shuning uchun uning ovozi quloqiga kelayapti. Uning xayolidagi bo'shliq gallyutsinatsiya dedi. 2 kundan keyin amakisining uyidagi ibodatxonada marosim bor edi. Shu munosabat bilan Mishu Saha amakisining uyiga bordi. Ibodatxonadan aylanib kechqurun Shivli mamining uyiga mehmonda bordi. Mamini chaqirganda mami qo'rqibsa eshikni ochdi. Yana kim keldi? Arvohmi deb o'ylagan. Ular uyga kirishdi. Shivli mami va Mishu Sahaning onasi oshxonada turib gaplashishardi. Shivli mami Mishu Sahaga "Old xonada o'tiradigan to'shakcha bor, onang uchun olib kel" dedi. Mishu Saha mamining aytganiga ko'ra to'shakcha olishga ketdi. Mamining uyi katta edi. Oshxonadan old xonaga borish uchun 3 ta xonadan o'tish kerak edi. To'shakcha olishga old xonaga borganda to'satdan derazada tak tovush eshitdi. Tovush derazadan eshikka bir vaqtda butun uy devoriga tarqaldi. U baqirib, yig'lab oshxonaga yugurdi. Oshxonaga borib qarasa, u yerda ham xuddi shunday. Kimdir juda kuch ishlatib, eshik, deraza, uyning tomiga urmoqda. "Shivli" deb chaqirmoqda. Mishu Sahaning onasi buni ko'rib, juda qo'rqib ketdi. Shivli mamining gaplari rost ekanligini tushunishga vaqt qolmadi. 10 daqiqaga yaqin shunday tovush bo'lgach, to'satdan atrof birdan sovib ketdi. Tinch, sukunat. Muhit avvalgiday bo'ldi, ammo kecha yana boshlandi. Eshik, derazalarga qattiq urish. O'sha kechasi hech kim qo'rquvdan uxlay olmadi. Ertasi kuni ertalab bir panditni chaqirishdi. Hammasini aytib berishdi. Panditning aytishicha, Hindu dinining shastralarida shunday narsa bor. Kimdir vafot etgach, uning ruhi aylanib yuradi. Shraddha marosimi qilish kerak. Keyin bir necha narsa ovqat qo'yish kerak. Ruh kelib o'sha ovqatlarni yeb ketadi. Keyin hech qanday muammo bo'lmaydi. 15-kuni buni qilish kerak. Marosimdan keyin 15 kun o'tdi. 15-kuni kunduzi Burimaning Shraddha marosimi tugadi. Kechasi Burimani Shamshonga olib borish uchun uning yoqtirgan taomlari pishirildi. Bozordan turli xil shirinliklar ham olindi. Kechasi 10da hamma birga Burimaga pishirilgan taomlarni olib Shamshonga yo'l olishdi. Bir necha kishining qo'lida bambukdan yasalgan mash'al bor edi. Mash'al yorug'ida hamma Shamshonga yetib keldi. Taomlar Shamshon yonidagi bir joyga qo'yildi. 2 mash'al taomlar yoniga qo'yildi. Hammasi qo'l yuzini yuvib uyga qaytishdi. Mishu Saha va uning bir xolavachchasi, amakivachchasi o'zaro Burima qush bo'lib qanday ovqat yeydi? Ko'raylik. Hozirgi zamonda bu bo'ladimi? Aslida nima bo'ladi? deb o'sha yerda qolishdi. Shamshon amakisining uyining orqasidagi hovuz bo'yida edi. Unchalik uzoq emas. U va amakivachchasi hovuz bo'yidagi bir daraxt tagida yashirinib turishdi. Burima qachon ovqat yeydi deb kutishdi. Taxminan 30 daqiqa turishgandan so'ng to'satdan Shamshon yonidagi butalar orasidan itga o'xshash bir narsa chiqdi. Bu itmi, Burima yoki boshqa narsami uzoqdan aniq bilinmasdi. Ammo itga o'xshash bir narsa Shamshon tomon ketayotgan edi. Mash'al deyarli o'chib qolgan edi. Biroz yonib turardi. Mash'alning engil yorug'ida ular dahshatli bir narsani ko'rdilar. Itga o'xshash jonivor Shamshon yoniga qo'yilgan ovqatdan biroz uzoqda o'tirdi. Jonivor bir necha marta u bu tomonga qaradi. To'satdan jonivor oldingi 2 oyog'ini uzatib, Shamshondagi ovqat tomon harakatlana boshladi. Ular qattiq qo'rqishdi, chunki
odam ikki qo'li bilan biror narsani ushlagandek ushlayotgandek edi. Mash'allar deyarli o'chgan oy yorug'i bor edi. O'sha engil yorug'ida ular ko'rganicha jonivor oldingi ikki oyog'ini uzatib, birma-bir ovqat solingan likopchalarni yoki savatchalarni ushlayotgandi. Bir necha soniyada ovqatlarni yeb qo'ydi. Taxminan 5 daqiqa davomida hamma ovqatni yedi. Keyin qanday kelgan bo'lsa, shunday shamshan yonidagi butalar ichiga kirib ketdi. Bu haqda o'shanda hech kimga aytmadilar. Aytishsa, u yerda nega qoldingiz deb kaltaklashadi. Ertasi kuni qiziqish bilan o'sha amakivachchasi bilan shamshanga borib qarashdi. Haqiqatan ko'rganlari rostmi? Borib qaraganda, u yerda hech qanday ovqat qolmagan edi. 50 ga yaqin turdagi ovqat qo'yilgan edi. Kichkina bir jonivor qanday qilib qisqa vaqt ichida hamma ovqatni yeb qo'yishi mumkin? Shundan keyin hech qanday muammo bo'lmagan. Aziz tinglovchilar, bu bo'lmaydi deb aytmayman. Har bir dinning e'tiqodi har xil, ammo ko'pincha ba'zi yomon jinlar shu tarzda kelib qo'rquv yaratadi. Ular vazifa olganida ketadi. Aslida vazifa olish uchun buni qiladi. Hindu dinida shunday e'tiqod bor. O'limdan keyin 15-kuni shiratta marosimi qilish kerak. Uning yoqtirgan ovqatlarini shu tarzda qo'yib kelish kerak. Keyin u qush bo'lib yoki boshqa jonivor bo'lib kelib ovqatlarni yeydi va ketadi. Boshqa qaytmaydi. Uning ruhi ozodlikka erishadi. Meshu Saha bu voqeani ikki qismda ham ko'rgan. Birinchidan, bu limani ovozi bilan Shioli momeni chaqirgan. Ikkinchidan, o'sha sirli jonivor butalar orasidan chiqib, odamdek ikki qo'lini uzatib ovqatlarni yeb ketgan. Aziz tinglovchilar, keling ushbu qismning navbatdagi yangi voqeasiga o'tamiz. Bu voqeani bizga yuborgan Mehdi Hasan. Uning uyi Jashor tumani, Muniranpur hududi, Xonpur nomli qishloq, Gopalpur qishlog'ida. Hozir Gazipur, Rajendrapurda bir taniqli dori kompaniyasida ishlaydi. U Afsonalar olami platformasini bilgach, kanalga obuna bo'lgan va yangi voqealarni eshitish bilan birga boshdan boshlab hamma voqealarni eshitishni boshlagan. Asta-sekin hamma voqealarni tugatib, hozir yangi qismlarni eshitishni boshlagan. Voqea haqida bir necha narsa aytgan. Kichikligidan qiynalchilikda o'sgan, 5 yoshda onasidan ayrilgan, o'qish xarajatlarini o'zi to'plagan. Gazipurda o'rtancha xolasining yordami bilan dori kompaniyasida ishlash bilan birga o'qigan. O'qishning oxiriga kelib Allohning irodasi bilan turmush qurgan. Turmush qurganidan keyin xotinini olib kelish uchun yaxshi oila uy izlagan. Qisqa vaqt izlagandan keyin topgan. Birinchi kuni u yolg'izxonaga ko'chgan. Hammasini tartibga solish kerak edi. Bir necha kunda tartibga solib, xotinini olib kelgach, hech qanday muammo bo'lmasin deb tayyorlagan. Xonaning tavsifini bergan. Bu xonada o'tirib bizga voqeani yozgan. Xona birinchi qavat, 2 qavatli uy. Yuqori qavatda uy egasi yashaydi. Pastda 6 ta xona bor. 6 ta xona ijaraga berilgan. 6 ta xonaning 6 tomonidagi xonani u olgan. U ko'chganini xonaning chiroyli karavot ko'rgan. Yolg'iz yurganida karavot sotib olmagan. Partiga to'shak solib uxlab qolardi. Kichikligidan uxlash odati shunday edi. Karavotni olgani juda xursand bo'lgan. Uy egasi menga kerak bo'lmaguncha siz foydalaning degan. U o'yladi, yangi xotin olib kelayotgan, karavotni topib qo'yganim yaxshi. Uning pulga yotish odati bo'lmasligi mumkin. Muammo bo'lsa boshqa karavot sotib olaman. Sotib olsam pul kerak. Bekorga foydalanayotganim yomon emas. Bir oy o'sha yerda qoldi. Kerakli narsalarni xotini bilan telefonda maslahat qilib, asta-sekin tayyorladi. Bir oydan keyin ta'til olib uyga xotinini olib ketdi. Olib kelguncha kech bo'ldi. Allohning rahmati bilan yo'lda hech qanday muammo bo'lmadi. Bir necha kun yaxshi o'tdi. To'satdan ertalab xotinining qornida qattiq og'riq. Shuncha og'riq ediki, talfonga tushadi keladi. Hech narsa yemaydi. Shu tarzda kun o'tdi. Kechasi og'ir kuchaydi. Og'ir kamayishga nomi yo'q. Shifokordan dori olib keldi, berdi. Foyda bo'lmadi. Dorini o'zgartirib olib keldi, foyda bo'lmadi. Uy egasining maslahati va qaynonasi bilan maslahatlab bir qam solishdi. Biroz tuz berildi. Ichirish kerak. Ichirgandan keyin biroz pasagandek bo'ldi. Keyin yana xuddi shu muammo. Karavotda yotibdi. Karavotda dumalaydi. Og'riqdan qiynaladi. Ammo og'riq kamaymaydi. Mehdi Hasan nima qilishini bilmaydi. Xotini azor chekadiganday u ham uxlay olmaydi. Tunni shu tarzda o'tkazdi. Ikkalasining ham uyqusi yo'q. Vaqti bilan Mehdi Hasan biroz issiq suv beradi, ichiradi, qorniga qo'stirib beradi. Ammo hech qanday foyda yo'q. Tongga yaqin xotini biroz uxlab qoladi. Uning ham ko'zi ilinadi. Qancha uxlaganini bilmaydi. Qisqa vaqt edi. Ertalab yana xuddi shunday. Mehdi Hasan tezda uyga olib ketishga qaror qildi. Ertalab 7da chipta kasaga qo'ng'iroq qilib, 2da chipta band qildi. Og'riqning pasayish alomati yo'q. Soat 8da avtobus jo'nadi. Gazipulaga shaharga yetib borish 7 soatdan oshadi. Butun yo'lda xotini qornini qo'yib Alloh Alloh deb qancha azob chekdi. Avtobus tebraganda og'riq kuchayardi. Mehdi Hasan ham juda qo'rqin edi. Nima bo'layotganini tushuna olmadi. Kechqurun biroz oldin qaynonasining uyiga yetib kelishdi. Ertasi kuni ertalab uning ofisiga borish kerak edi. Tongda turib, Dakkaga avtobusga chiqdi. Xotinini uyiga olib kelgach, bir hazratga ko'rsatishdi. Hazratdan suv, pari olib ichirishdi. G'alati narsa. Og'riq asta-sekin pasaya boshladi. Doridan og'riq pasaymagan edi. Hazratning suvida og'riq asta-sekin pasaydi. Hazrat aytdi, qandaydir sababga ko'ra u qo'rqqan. Qo'rqqan kunning ertasi kechqurundan boshlab og'riq boshlangan. Yana bir necha narsa aytdi, ammo Mehdi Hasan ularni bir-biriga bog'lay olmadi. Xotinni u yerda ancha vaqt qoldirdi, taxminan 2 oy. Bu 2 oy ichida xotinining hech qachon qorni og'rimadi, hech qanday muammo bo'lmadi. Yaxshi ketayotgandi. Keyin yana o'sha uyga olib keldi. Uyga olib kelgach, yana muammo boshlandi. Karavotni olish. Dori kompaniyasida haftasiga 2 kecha tungi navbatchilik qilish kerak, majburiy. U tungi navbatchilikdan uyga kelganida ertalab 6:30 atrofida edi. Kechasi ovqatlanib soat 8da uxlab qoldi. Qisqa vaqt uxlagan edi. Tun bo'yi navbatchilik qilgan. Uyqusi chuqur bo'lishi kerak edi. Ammo ertalab 8da uyg'onib ketdi. Xotinini karavotda bir tomondan ikkinchi tomonga dumalayotganini, qiynalayotganini ko'rdi. Nima bo'ldi? Xotini, oyog'im qattiq og'riyapti. Tun bo'yi navbatchilik qilib kelgan, uyg'onib ketdi. Endi nima qiladi? Uyqusi kelayotgan edi.
U turib o'sha vaqtda dori olib kelishga ketdi. Ertalab hamma dori do'konlari ochilmagan edi. Ochilganlaridan og'riq qoldiruvchi dori olib kelib berdi. Ammo ahvol yaxshilanmadi. Dorini o'zgartirib berdi. Dori kompaniyasida ishlagani uchun yaxshi shifokorlar bilan tanish edi. Ularga qo'ng'iroq qilib bu muammoni aytdi. Ular bir necha yaxshi dori maslahat berishdi. O'sha dorilarni berdi. Hech qanday foyda bo'lmadi. Kun o'tdi, kech bo'ldi. Hech narsa bo'lmadi. Vaziyatni ko'rib u uyga olib ketsam xotinim sog'ayadi deb o'yladi. O'sha kechqurun Jashor tomon yo'l oldi. Butun yo'lda yurishi yo'qda tursin. Avtobus chipta kastasiga qadar bir qism rikshada, bir qism piyoda borishdi. Oyoqqa ham og'irlik tushirish kerak edi. Oyoqqa og'irlik tushira olmadi. Juda qiynaldi. Oyog'i shishib ketdi. Tun bo'yi ko'p qiynalib, ertalab uyga yetib keldi. Keyin yana o'sha hazratdan suv pari ichirdi. Allohning rahmati bilan xuddi sehrgarlikdek hamma narsa tuzalib ketdi. Muammo aslida nima edi? Hazrat unchalik bir narsa demadi. Hazrat, qayerda uxlayapsizlar? Karavot bormi dedi. U, ha, bir karavot bor. U egasi menga foydalanish uchun bergan. O'shanda uxlaymiz dedi. Hazrat, tezda o'sha karavotni xonadan tashqariga chiqaring dedi. Boshqa hech narsa demadi. Mehdi Hasan Gazipurga qaytib, uy egasiga aytib, karavotni xonadan chiqarib uy egasiga berdi. Allohning rahmati bilan boshqa hech qanday muammo bo'lmadi. Aslida bu karavotda uxlagandan keyin Mehdi Hasanga hech qanday muammo bo'lmasdi. Faqat xotiniga muammo bo'lardi. Qattiq qorin og'rig'i, keyin oyoq og'rig'i. Bu karavotda bir sir bormidi? Hazrat ham buni ochiq aytmadi. Karavotni chiqarib yuborgandan keyin shu kungacha o'sha uyda yaxshi. Hech qanday muammo yo'q. Aslida nima edi? O'sha karavotning siri hali ham noma'lum. U buni hanuzgacha bilmaydi. Voqea unchalik uzoq vaqt oldin bo'lmagan. U egasidan bu masalani so'ramagan. Bunday narsalar bilan men ham biroz tanishman. Bir karavot bor edi. Kechasi unda uxlab bo'lmasdi. Men ham o'sha karavotda uxlaganman. G'alati narsa. Tun bo'yi uxlab bo'lmaydi. Bomdod azonidan keyin biroz uxlab qolinadi. O'sha oz uyquda ham bir necha marta uyg'onib ketiladi. O'sha karavotda hech kim uxlay olmasdi. Xuddi shu muammo bo'lardi. Hech qanday jin asabiy ta'sir qilgan bemor uxlagan emas. Negadir to'satdan muammo paydo bo'lgan edi. Qattiq uxlaydiganlar, karavotga yotishi bilan uxlab qoladiganlar ham tun bo'yi uxlay olmasdi. Bir sirni ochgan edim. O'sha karavotning egasi bir vazifa olib kelgan. Vazifa olib kelgan kishi aytgan, 4 ta yozilgan tumor karavotning 4 oyog'i ostiga qo'yiladi. U qo'ygan. Shundan keyin bu muammo paydo bo'lgan. Keyin o'sha qog'ozni olib tashlashdi. Shunga qaramasdan muammo ketmagan. O'sha karavot keyinchalik yaroqsiz bo'lib uni sindirib, o'tin qilib ishlatishgan. Men o'sha karavotda uxlaganman. Uxlab bo'lmasdi. Qarang, bu tumorlar qanchalik dahshatli bo'lishi mumkin. Bu qora sehr bilan bog'liq. U yerga qo'yilgan. Shuning uchun o'sha karavotda hech kim uxlay olmaydi. Bu men ko'rgan va o'zim tushungan narsa. O'sha karavotda shunga narsa bo'lishi mumkin, ammo bu aniq emas. Aslida o'sha karavotda nima bo'lganini u egasi aytishi mumkin. Karavotni u yerga qo'yib bepul foydalanishga bergan edi. Aslida nima bo'lganini u egasi biroz bo'lsa-da aytishi mumkin. Biroz emas, ko'p narsani biladi, ammo bu narsalarni doim so'rash odobli emas. Shuning uchun Mehdi Hasan buni bilishga urinmagan bo'lishi mumkin, ammo karavotda muammo borligi aniq. Aks holda Hazrat uni tashqariga chiqarishni aytarmidi. Sog'aygach bozorga ketdi. Bir ish bilan borganida o'sha qo'riqchi bilan uchrashdi. Unga, "Kaka, o'sha kechada meni haydab yubordingiz. Men sizning bo'ynimda yuk bo'lib qolgandik. Haydab yuborganingizda men qanday xavfga tushganimni bilasizmi?" dedi. Qo'riqchi, "Bapuni, men sizni kechasi haydab yuboraman. Men ancha vaqtdan beri qo'riqchilik ishini tashlaganman. Men bu tomonga kelmayman. Uyda dehqonchilik qilaman. Kechasi siz bilan uchrashaman, gaplashaman, bu yerda yana qorovullik qilaman. Bu mumkin emas-ku", dedi. Buni eshitgan Tohir hayron bo'ldi. Kechasi uchrashgan odam shu bo'lsa kerak. Shuning uchun uni shoshilib haydab yuborgan edi. Shundan keyin ancha vaqt o'tdi. Savdo davom etdi. Tohir kechasi uyga qaytmaslikka, kunduzi qaytishga harakat qildi. Agar kech bo'lib qolsa, o'sha kechasi boshqa joyda qolib, keyin uyga qaytdi. Ammo har doim bir xil bo'lmaydi. Vanadagi hodisa. Bir kuni u erta uyga qaytish niyatida chiqdi, ammo biroz kechikdi. O'sha kechasi boshqa joyda qolishni tashkil qila olmadi. O'sha bozorga kelganda, birinchi kechada qo'rquv paydo bo'lgan bozor, bir van, velarikshada, yuziga gamcha o'ralgan bir odam haydovchi o'rindig'ida o'tirgan edi. Tohirni ko'rib, "Tohir aka, keling, chiqing. Siz mening oxirgi mijozimsiz. Chiqing", dedi. Ovozidan tanish tuyulmasa-da, Tohir o'yladi. O'z hududidan kimgadir uni tanigan. Mato savdogari. Ko'pchilik uni taniydi. Tohir ko'p gaplashmay, vanning alt tomoniga chiqdi. "Qancha pul beraman?" dedi. Vanichi shuncha kam pul aytdiki, Tohir boshqa o'ylamay chiqib o'tirdi. Xursand ham bo'ldi. Kechasi avtobus bo'lishi kerak emas, topib qo'ydim. Van haydovchi juda sekin haydardi. Go'yo undan toshbaqaning orqasiga chiqqan yaxshiroq. Tun tugaydi. Shu qisqa yo'lga tushgacha peshin bo'lishi mumkin. Tohir, "Nima bo'ldi aka? Shuncha sekin ketayapsiz. Muammo bormi? Vanda muammo bormi? Nima bo'ldi?" dedi. Vanichi hech narsa demay haydayverdi. Tezligi biroz ham oshmadi.
Tohirning sumkasida biroz shirinlik bor edi. Vanichi biroz pichirlagan ovozda: "Bu ovqatlar kim uchun?" dedi. Tohir to'satdan go'sht chirigan hid kelganini sezdi. Yana Vanichi: "Bu ovqatlar kim uchun?" dedi. Endi Tohir tushundi. Bu normal narsa emas, g'ayritabiiy. Uyning oldida 2 hovuz bor edi. Hovuz bo'yiga kelganda to'satdan ko'zi hovuz ichiga tushdi. O'sha paytda oy yorug'i ancha bor edi. Hovuz suviga oy yorug'i tushgan edi. Oyning aksi hovuz suvida ko'rinardi. Ammo yana bir narsa ko'rinardi. Hovuz o'rtasida uzun qora soya, shakli odamga o'xshab. To'satdan Vanichi van haydashni to'xtatdi va "Hik!" deb kula boshladi. Tohir: "Nima bo'ldi aka? Nega to'xtadingiz? Nega kulayapsiz?" dedi. O'sha odam unga o'girilib qaradi. O'girilib qaraganida odamning qo'l-oyoqlari tanasi odamga o'xshasa-da, yuzi odamga o'xshamasdi. Uning yuzi butunlay cho'chqaga o'xshardi. Buni ko'rib, o'ylaganim shu deb tushundi. Endi qo'lidan ketdi. Katta xavfga tushdi. Ko'zini yumib, bilgan duolarini o'qiy boshladi. Keyin ko'zini ochib qarasa, Van o'sha yerda turibdi. Vanichi yo'q. Vanichi piyoda hovuz suvining ustida yuribdi. Suv ustida piyoda. O'sha soya tomon ketayapti. Unga yaqinlashgach, Tohir yana bir narsani payqadi. Bu 2 shakl bir xil qiyofada unga qarab kelayotgan edi. Endi u hushini saqlay olmadi. O'sha yerda hushidan ketdi. Masjidda uyg'onish. Uyg'onganida ertalab 10 dolasi atrofida edi. Atrofidagi odamlar taniga o'xshab ko'rinardi. To'liq tanimadi. "Qayerdaman?" deb so'radi. Odamlar: "Bir masjidning ayvonidasiz" deb masjid nomini aytishdi. Tohir tushundi. Uyidan 4-5 kilometr uzoqdagi bir qishloqning masjidida edi. Bomdod namoziga kelgan ba'zi namozxohlar uni yotgan holda ko'rib masjid ayvoniga olib kelishgan. Uni hushiga keltirishga harakat qilishgan. Ko'p harakatdan keyin ertalab 10 dolada hushiga kelgan. U hushidan ketgunga qadar uydagi hovuz yonida deb o'ylagan. Bu yerga qanday kelgan? Bu sir. U uyga qaytdi. Bir hazrat ko'rsatdi. Hazrat unga yaxshi ruqya qildi va aytdi: "Sening orqangga bir yomon jin tushgan. Endi kechasi uyga qaytma." Shundan keyin u kechasi uyga qaytadigan ishlarga bormadi. Savdo doirasini ham qisqartirdi. Kechasi uyga qaytadigan ishlarni qilmasdi. Hozir ham shu tarzda savdo qilmoqda. Yaqin, aziz tinglovchilar, qarab tursangiz bugungi qismning 5 ta voqeasini baham ko'rdik. Endi 6-chi va so'nggi voqeasiga o'tamiz. Bu voqeani bizga yuborgan Muhammad Zullurrahmon. Uning uyi Maymansing tumani, Trishal hududi, Boyilroq qishlog'ida. U bu voqea isboti sifatida bir necha rasmni email qilgan. Voqea efirga uzatilgach, ularni sahifa va guruhga joylaymiz. U voqeaning ishonchlilik darajasida hech qanday shubha qolmasin deb to'liq manzilini, hatto NID kartasining rasmigacha yuborgan. Demak, qanchalik ishonchli joyni ta'minlab yuborganini tushunyapsiz. Keling, voqeani boshlaymiz. Voqea 2006 yoki 2007-yil atrofida. Taksist haydovchi Lalmiya. U uzoq vaqt, 20 yilga yaqin xususiy avtomobil haydagan. Hozir yuk mashinasi haydaydi. Bir kechadagi dahshatli voqea uning hayotida dahshat keltirib, u xususiy avtomobil haydashni tashlashga majbur bo'lgan. Lalmiyaning uyi Maymansing, Trishalda. Aniq qishloq nomini aytmaymiz. Dastlab Dakkada xususiy avtomobil haydagan. 12 yildan ortiq. Otasi vafot etgach, oilaning boshlig'i sifatida mas'uliyatni olishi kerak edi. Shuning uchun Maymansingga qaytishga qaror qildi. Kasbi haydovchilik bo'lib qoladi. Bu ishni yaxshi o'rgangan. Otasi vafotidan keyin uyga borib, oilasining fikrini olib, 2 katta yer sotib, pul olib Dakkaga qaytdi. Yer sotgan pulga Lalmiya avtomobil sotib oladi. Maymansingda o'z uyida qolib, avtomobil haydab kun kechiradi. Lalmiya Dakkada haydovchi bo'lgani uchun eski avtomobil topish qiyin bo'lmadi. 2003-4 yillarda u Dakkada Indian Maruti Suzuki kompaniyasining taksi kabinini 800 cc kichik xususiy avtomobilni haydardi. O'sha paytda taksi kab sifatida bu model juda mashhur edi. Engil kichik avtomobil, dvigatel kichik, yoqilg'i kam sarflaydi. Texnik xizmati ham arzon edi. Lalmiya ko'k rangli Maruti Suzuki taksi kabinini fresh holatda topdi. Avtomobil yangida edi. Hujjatlari to'g'ri edi. Bir advokat bilan hujjatlarni tayyorlab, avtomobilni sotib olib Maymansingga keldi. Avtomobilni yuvib tozaladi, o'rindiq qoplamalarini o'zgartirdi, ovoz tuzumini o'zgartirdi, konditsionerni ta'mirladi. Bir juma kuni juma namozidan keyin duo qilib, taksi kabinini haydashni boshladi. O'sha paytda Maymansing shahrida juda kam taksi bor edi. Hatto Maymansing tibbiyot kolleji oldida ham hozirgidek tez yordam mashinalari ko'p emas edi. Lalmiyaning uyi shahardan 20 kilometr uzoqda edi. Shu 20 kilometrning 5 kilometri tuproq yo'l edi. Lalmiya ertalab uydan avtomobil bilan chiqar, kechasi qaytardi. Uzoq safarga ketsa, uyga qo'ng'iroq qilib aytardi. Allohning rahmati bilan daromadi yaxshi edi. Boshqalardan kamroq narxda safar olardi. Avtomobilining yoqilg'i sarfi kam, o'zi egasi, o'zi haydovchi. Narx kam bo'lsa-da unga yaxshi ketardi. Lalmiyaning aytishicha, 2006 yillari o'rtalarida u Jamolpur tumanidan Maymansing shahriga qaytayotgan edi. Vaqt kechki payt, kechga yaqin edi. Maymansing taksi stansiyasidan yana bir tanish xususiy avtomobil haydovchisi Shofiq qo'ng'iroq qildi. Uning tanigan bir jasadini Maymansing tibbiyot kollejidan olib ketish kerakligini aytdi. Tangay Simani markazidagi Garinda bozorga olib borish kerak. Jasad bilan 2 kishi boradi. Lalmiya Shofiq aka, mening avtomobilim kichik, bu avtomobilga jasad sig'maydi dedi. U bu mumkin emasligini, bora olmasligini aytdi. Bir safardan qaytadiganini, tanasi qolgan ekanini, boshqa avtomobil yoki mikroavtobuslarni ko'rishini aytib telefonni qo'ydi. Maymansingga yetib yo'lovchini tushirib, pulini olib stansiyaga qaytdi. Vaqt
kechki 8 to'lasi atrofida edi. Stansiyada choy ichishga o'tirdi. Choy ichib bo'lgach avtomobilni olib uyga qaytmoqchi edi. Jasad Shofik aka kelib Lalmiyani qattiq iltimos qildi. Stansiyada hech qanday avtomobil yo'q. Ko'p joyga qo'ng'iroq qildim, tez yordam topa olmadim. Lal aka, sizga borish kerak. Iltimos qilaman, jasadni tashlab qo'ymang. Mening xolamning qaynog'asining o'g'li bo'lgan. Qarindoshlik. Buni qanday tashlab qo'yaman? Haydovchi yordam bo'lib, agar avtomobil topa olmasam izzatim qayerda qoladi? Rozi bo'ling aka, rozi bo'ling dedi. Haydovchilar bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lsa, safarlarni bir-biriga ta'minlaydi. Bir-biriga qo'ng'iroq qilib, mijozni boshqasiga ulab beradi. Ko'p hollarda safarlar bir-biridan olinadi. Endi shuncha iltimos qilyapti. Uning qarindoshining jasadi ko'p o'ylab Lalmiya rozi bo'ldi. Maymansin tibbiyot kolleji morgidan jasadni avtomobilga olishdi. Avtomobil ichida joy kam edi. O'rindiqlarni biroz bukib, qiysartirib qo'yishdi. Jasad bilan 2 kishi, biri Shofiq akamizning xolasi Siroj mami va ikkinchisi uning jiyani Sohil. Ular oldinga haydovchi o'rindiqda o'tirgan edi. Narx 4000 taqa qilib tazilandi. Kechasi 10da yo'lga chiqishdi. O'sha paytda Tangayil Maymunsinx yo'lida qurilish ishlari bor edi. Asosiy yo'ldan ketsa tirbandlik va buzilgan yo'l tufayli ko'p vaqt ketardi. Shuning uchun Dakka Maymunsinx yo'lidagi Valuka orqali qisqa yo'lni tanlashdi. Valuka orqali Tangayilning Sagordig'i, Kalixoti, Gatoyil orqali Tangayil tuman markazi Garinda bozorga borishga qaror qilishdi. Bu tomondan kam vaqtda yetish mumkin edi. Yo'l boshlangan bo'lsa-da yaxshi edi. Ammo yo'l sholbon va tepaliklar orasidan o'tardi. Lalmiya bu yo'ldan ko'p marta kelib ketgan. Maymunsinx Digarkandaning CNG nasosidan gaz oldi. To'liq silindr gaz to'ldirildi. Bu gaz bilan Tangayildan qaytish mumkin edi. Chachalar, qarindoshlar. Kelganda Tangayil tuman markazidagi CNG nasosidan gaz to'ldirib keladi. Kechasi 11da Valukaga yetib, Dakka Maymunsinx yo'lidan chiqib, g'arb tomonga Tangayil yo'liga burildi. Avtomobil ketayotgan edi. Ular bir-birlari bilan gaplashayotgan edi. Jasad bilan 2 kishi. Sirojning yoshi 60 dan oshgan, Sohil akamizning yoshi 30-35 atrofida. Jasad asli Siroj mamaning o'g'li edi. 15 kun oldin uydan g'oyib bo'lgan. Bir kun oldin Maymunsinx tibbiyot kollejida topilgan. Maymunsinx politsiyasi noma'lum jasad topib tergovga olgan, keyin ekspertiza uchun tibbiyot kollejiga bergan. G'ayri-tabiiy o'lim. Buni eshitgan Lalmiyaning tanasi titrab ketdi. Biroz qo'rqdi. Shofiq akamizga jahli chiqdi. Nega bunday jasadni aytmadi? Sagordig'i va Gatoyildan o'tib, avtomobil Kalixoti Shalbon orasidan ketayotgan edi. Kecha 1 yoki 1,5 bo'lish kerak. To'satdan bir narsa avtomobil oldiga qulab tushdi. Shuncha tez avtomobil tagiga kirdiki, Lalmiya hech narsa tushunishga ulgurmasdan avtomobil tagiga o'tib ketdi. Avtomobildagi 3 kishi hushyor edi, bir-biri bilan gaplashayotgan edi. Katta boyqushmi yoki boshqa yovvoyi hayvonmi yoki odammi? Avtomobil tagida qoldi. Lalmiya tezlikni pasaytirmadi. Biroz pasaytirdi, lekin to'xtatmadi. Narsa avtomobil tagida tiqilib qolgan va asfalt bilan xir-xir tovush chiqarib kelayotgan edi. Bu odam emas deb ishondi Lalmiya. Odam bo'lsa avtomobil to'xtab qolar edi. Yo'l ikki tomonida bir necha kilometr uy yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar bu yerda to'xtab bo'lmaydi. 2-3 kilometr o'tgach, Lalmiya Kasturipara o'rmon idorasi oldida to'xtadi. Bu yerda o'rmon dam olish uyi bor. Yaqin atrofda uylar ham bor. Avtomobilni o'chirmasdan Lalmiya va 2 kishi avtomobildan tushib tezda orqasiga yurishdi. Lalmiya mobil telefonidagi chiroqni yoqib, avtomobil tagiga qaradi. Tagida hech narsa yo'q. Biroz hayron bo'ldi. Yo'lda xir-xir tovush kelayotgan edi. To'xtaganida ham kelayotgan edi. Tagida hech narsa yo'q. Mobil chiroqni o'chirib Lalmiya turdi. Endi uning tanasi biroz og'ir tuyuldi. Boshi aylanayotgan edi. Yerga o'tirdi. Hodisaning burilishi. Lalmiya avtomobildan tushib o'rtasiga borib o'tirib, chiroq bilan hech narsa topmadi. Keyin nima bo'ldi? Lalmiya kasal bo'lib o'tirgan edi. Boshi og'irlashib o'tirib qolgan. Biroz vaqt Lalmiyaning hissi, u hushyor va hushsiz orasida edi. Biroz normal holatga kelgach, avtomobilni ishga tushirib, yana yo'lga chiqdi. Kalixoti o'rmon idorasigacha kelgan. Garinda bozor markaziga borishga ko'p vaqt qolmagan. Birozdan keyin Lalmiyaning boshi aylanishi o'tdi. U jasad bilan 2 kishini qo'yib, yolg'iz avtomobil bilan ketayotganini ko'rdi. Orqasiga qaradi. Jasad avtomobilda, ammo 2 kishi yo'q. Tezda avtomobilni sekinlatib, burilib, orqasiga keta boshladi. Uzoqqa ketmagan edi. Orqaga burilib ularni olish kerak. Qaytayotganda avtomobilning tezligi hech qanday tarzda ko'tarilmasligini payqadi. Avtomobilning og'irligi oshgandek edi. To'satdan hech qanday alomatsiz dvigatelda muammo bo'lishi mumkin emas. Muammo dvigatelda emas. Avtomobil loyga tiqilib qolgandek tuyulardi. Uzoq yillik mutaxassis. Akselerator bassa dvigatel kuchi oshyapti, lekin avtomobil oldinga ketayotgani yo'q. Avtomobilda jasad bilan Lalmiya yolg'iz. Avtomobil g'ayri-tabiiy harakat qilmoqda. Lalmiya biroz qo'rqdi. Shu tarzda borib oldingi joyga yetdi. Avtomobildan tushib qarasa, 2 kishi yo'lda yolg'iz turishibdi. Avtomobildan tushishi bilan ular Lalmiya bilan tortisha boshlashdi. Ular aytishdi. Lalmiya avtomobil orqasiga o'tirib, chiroqni yoqib qaraganidan keyin yana turgan, yana o'tirgan. Keyin turib ularni ikkalasini itarib yo'lga tashlab, avtomobilga o'tirib, dvigatelni ishga tushirib, yolg'iz ketib qolgan. Buni eshitgan Lalmiya hayratda qoldi.
Nima deysizlar? Mami, tez avtomobilga chiqing, keyin gaplashamiz. Bu yerda bir muammo bo'lgan. Keling, tez ketaylik, dedi. Ularni avtomobilga chiqarib, dvigatelni ishga tushirib, burilib yana Tangayil tomon yo'l oldi. Avtomobil ketayotgan edi. Lalmiya Mamiga: "Mami, men sizning farzandingiz yoshidaman. Meni farzandingiz deb o'ylab kechiring. Sodir bo'lgan narsa normal emas. Sizlarga nima qildim? Nima dedim? Esimda yo'q. Jasad bilan sizlarni Tangayilga olib boraman. Qanday yoki nima uchun sizlarni yo'lga tashlab ketdim? Yoki ketgandan keyin sizlar men bilan yo'qdek tuyuldi. Qaytib kelayotganda men bilan yana kimdir bordek tuyuldi", deb yo'lda Siroj Mamiga hamma voqeani aytib berdi. Kasturipora. Avtomobil Kasturipora bozoriga kelgach, boshlangan maktab oldida to'xtadi. Avtomobilni to'xtatib, oldinga borib, dvigatelning bir narsasini, bonetni ochdi. Lalmiya dvigatelga suv kamayib yaqisib ketgan deb o'ylagan. Dvigatel harorati o'sha paytda normal edi. Vaqt kechasi 3:30 edi. Bomdod azoniga ancha vaqt bor edi. Avtomobilni qo'yib, 3 kishi boshlangan maktab oldidagi quvurga borib, qo'l yuzini yuvdi. Lalmiya boshiga ham suv quydi. Siroj Mami tahorat oldi. Bozor hamma do'konlari yopiq. Ular masjid oldida kutib, bomdod azonidan keyin Siroj Mami namoz o'qib yo'lga chiqishdi. Allohning rahmati bilan hech qanday muammosiz jasadni uyga yetkazishdi. Odatdagidek jasadni tushirishdi. Hamma dafni kafan bilan band edi. Lalmiyaning tanasida qattiq isitma ko'tarildi. Uni bir xonaga yotqizishdi. Jasad dafn qilingach, mahalliy bozordan shifokor chaqirib, dastlabki dori berildi. Isitma pasaymadi. Aksincha ahvoli yomonlashdi. Siroj Mo'minning uyidan Shofiq akamizga qo'ng'iroq qilib, hozir Tangayilga kelishni aytishdi. Jasadni olib kelishdagi hamma voqealarni aytishdi. Shofiq akamiz yana 2 kishi bilan mikroavtobusda Tangayilga yetib kelishdi. Lalmiyani olib Maymunsinx tomon yo'l olishdi. Taxminan 2-3 kun kasal bo'lgach, Allohning rahmati bilan Lalmiya sog'ayib ketdi. Yana ishiga tushdi. Avtomobilning g'ayri tabiiy harakati. Bir hafta o'tgach turli muammolar paydo bo'la boshladi. Lalmiyaning avtomobili kun bo'yi yaxshi, ammo mag'ribdan keyin avtomobilga o'tirganda nafasi bo'g'ilayotgandek bo'ladi. G'alati bir bezaftalik tayyor bo'ladi. Ba'zida avtomobilning eshigi qiflanadi, ochilmaydi. Eshikni kalit bilan qiflagandik, ammo eshikda yoki qifilda hech qanday muammo yo'q. Aziz tinglovchilar, voqea boshida aytgandek, Lalmiyaning uyi Maymunsinx shahridan 20 kilometr uzoqda. Bu 20 kilometrdan Lalmiya kelib ketib avtomobil haydardi. Avtomobilni hovlida qo'yar edi. Lalmiyalarning uyida bir katta uy bor edi. Unda katta oila yashar edi. Endi yangi muammo paydo bo'ldi. Ertalab uydagilar Lalmiyani chaqirib janjallasha boshlashdi. Lalmiya hovlida avtomobil haydab, butun hovlini buzib qo'ygan. Lalmiya hayratda qoldi. Hovli xuddi dalani haydagandek, shudgor qilgandek holatda edi. Lalmiya avtomobilni uyning oldiga qo'ygan edi. Har kuni bir joyga qo'yadi. Haftadan kimdir butun hovlida avtomobil haydagan. Butun hovli vayron bo'lgan. Avtomobil kaliti hali Lalmiyaning yastig'i ostida edi. Birinchi kun shunday bo'lgani uchun Lalmiya hammaga tushuntirib hal qildi. Ammo ertasi kuni masala hammaga ayon bo'ldi. Ertasi kuni hovlida yana xuddi shunday. Avtomobil Lalmiya qo'ygan joyda emas, uydagi boshqa birining xonasi oldida topildi. Avtomobilni Lalmiya o'z xonasi oldiga qo'ygan edi. Hovlining tuprog'ida avtomobil yurgan iz hech kimga tushunarli bo'lmasdi. Bu g'ayri tabiiy edi. Ba'zilar Lalmiyaning avtomobilini tashqarida qo'yishni aytishdi. Ammo uydan boshqa joyda qo'yish xavfsiz. Avtomobil o'g'irlanishi mumkin, qismlariga qolishi mumkin, buzilishi mumkin. Lalmiya majburan uyda qo'yardi. Yana bir narsa, Lalmiyaning avtomobili qo'yiladigan joyga yaqin bir otxona bor edi. Kechasi otxonada sigirlar juda tovush chiqarar. Arqonni uzib, hamma sigirlar bir joyga yig'ilib, qo'rquvdan tovush chiqarar edi. Otxona ichida bo'lsalar-da bir chekkada qo'rqib turishardi. Egasi o'g'ri keldi deb o'ylab, otxonaga kelganda sigirlar normal holatga kelardi. Bir kechada bir necha marta shunday bo'lgan. Bir kechada sigir egasi otxonaga kelib, xuddi shu holatni ko'rdi. Keyin uyga kirayotganda avtomobil tomonda g'ayri tabiiy bir narsani ko'rdi. Juda katta bir qush, normal qush bo'lishi mumkin emas. Qush avtomobil ustida o'tirgan edi va unga qarab turgan edi. Qush boyqush yoki qirg'iy emas, boshqa bir qush edi. Qaysi turdagi ekanini aniq ayta olmadi. Qush boyqushdan ham katta edi. Hayotida hech qachon bunday katta qushni ko'rmagan. Qushning ko'zlari qip-qizil edi, qorong'ida aniq ko'rgan. 2-3 soniya qarab turib, qush uchib o'rmon tomon ketdi. U aniq aytadiki, qushning tanasida hech qanday muammo yo'q edi yoki biror muammo bo'lishi mumkin deb o'ylasa, 2-3 soniyada buni payqamadi. Faqat shuni aytadiki, qanot qoqib uchganda, juda qiynalib qanot qoqib uchgandek edi. Ba'zida katta qush to'satdan ko'tarila olmaydi, biroz yo'l yurib keyin uchadi, samolyot uchayotgandek. Bu nuqtai nazardan unga ko'tarilishda muammo bordek tuyuldi. Boshqa muammo yo'q. Avtomobil o'zi yurdi. Yana bir kuni Lalmiyaning onasi kechasi tahorat olishga turdi. Jo'mrakka ketayotgan edi. Bomdod azoni bo'lgan deb o'yladi. Aslida azon bo'lmagan. Yomg'irda hovli loy bo'lgan. Ovoz eshitdi. Kimdir loy ustida nimadir tortib ketayotgandek. Lalmiyaning onasi oldinga qaradi. Avtomobil asta-sekin yo'l tomon ketayotgan edi. O'g'ri avtomobilni o'g'irlab ketayotgan deb o'yladi. Kechiktirmay uydagilarni chaqirib uyg'otdi. Birin-ketin hamma tashqariga chiqib qarasa, avtomobil uydan chiqib yo'lgacha, taxminan 30 qadam uzoqqa ketib qolgan edi. Qo'shnilar ham o'sha kechada ko'rganiga kelishgan. Avtomobilda hech kim yo'q. O'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin hamma ishonishga qiynalayotgan edi. Avtomobil yolg'iz o'zi ketyapti. Avtomobil kaliti uyda, Lalmiyoda edi. Avtomobil uyning oldida turgan edi. Taxminan 15 kun shu tarzda o'tdi.
har kecha uyda biror voqea sodir bo'lardi. Lalmiyoning otasi bir hazratga borib, suv, para olib kelib avtomobilga sepdi. Kobiraj har kecha kechqurun avtomobilga suv sepishni aytdi. Bu bilan biroz ish bo'ldi. Avtomobil kechasi yolg'iz o'zi boshqa joyga ketmadi. Endi muammo Lalmiyo va uning kichkina bolasiga. Kechqurundan ertalabgacha bola yig'laydi. Hech qanday tarzda yig'lashi to'xtamaydi. Kechasi bola hech narsa yemaydi, faqat yig'lab tunni o'tkazadi. Lalmiyoni tushida kimdir karavotdan olib ketmoqchi bo'layotgandek bo'ladi. Lalmiyojon jahdi bilan qochishga harakat qiladi. Bir payt qo'lidan qutulib o'z karavotiga tushadi. Buni tushida ko'radi. Keyin uyg'onadi. Xotini uyg'onib o'tirgan edi. Aslida u tushida ko'rgan bo'lsa-da, bu haqiqatda bo'lgan edi. Karavotda qattiq tebranishni xotini his qilgan. Shuning uchun xotini uyg'ongan edi. Bu tovushga qo'shnixonadagi ota-onasi ham uyg'onib ketishdi. Lalmiyo tushida ko'rgan narsa haqiqatda sodir bo'ladi. Tushmi, haqiqatmi? Bunday voqealar uyda tez-tez sodir bo'la boshladi. Kimdir bo'yniga osilib olib ketmoqchi bo'layotgandek, ba'zida qo'lidan ushlab tortayotgandek, bunday tushlarni ko'ra boshladi. Uyg'ongach bo'ynida yoki qo'lida ushlagan iz qoladi. Bunday iz aniq ko'rinadi. Hazratga borish. Lalmiyoning otasi ertasi kuni boshqa bir hazratga bordi. Jasad olib ketganidan keyin sodir bo'lgan hamma voqealarni aytdi. Hazrat bir kun vaqt so'rab ularni ketishga aytdi. Bir kundan keyin hazratning oldiga Lalmiyoni olib otasi bordi. Hazrat ma'lumot berdi. Uning jinlari hech qanday xabar ola olmagan. Ular o'sha hududga borib, o'sha uyni ko'ra olmagan. Ya'ni Lalmiyoning uyini ko'ra olmagan, topa olmagan. U yerda shunday bir aldov yaratilganki, yaxshi jinlar uyini ko'rmayapti. Boshqa narsalarni topyapti, lekin aynan Lalmiyo xotini, bolasi, ota-onasi turgan xonani topa olmayapti. Hazrat ma'lumot berdi. Mag'ribdan keyin siz kelib meni uyingizga olib boring. Men o'zi borib nima bo'lganini ko'raman. Mag'ribdan keyin Lalmiyo riksha bilan Hazratni olib keldi. Hazrat uyga kelib, Lalmiyoning avtomobiliga qarab to'xtadi. Qancha vaqt avtomobilga qarab turib, keyin orqasiga qaytdi. Hazrat dahshatli ma'lumot berdi. Avtomobil ustida bir kuchli ammo kasal jin o'tirgan. U bilan gaplashishga harakat qilish Hazratga zarar yetkazishi mumkin. Hazrat, juma kuni sizlar men bilan Maymansing shahridagi katta masjidga juma namoziga borasizlar. Muammoning yechimi uchun men ustozim Hazrat bilan ko'rishaman dedi. Ustoz Hazrat katta masjid va katta madrasada juda muhim vazifada. Ba'zi sabablarga ko'ra ismini aytmaymiz. Faqat shuni aytamiz, u Bangladeshda taniqli olim. Nafaqat olimlar, ko'plab oddiy odamlar ham uning ismini biladi. Ilmiy darajasi Bangladeshdagi bir necha qo'l bilan sanarli top darajadagi olimlar qatorida. Ustoz Hazrat bilan ko'rishgach hamma voqeani aytishdi. Hazrat ularni bir xonada qoldirib o'zi ketdi. Taxminan 1 soatdan keyin qaytdi. Hazrat ma'lumot berdi. Hazratning ma'lumoti. Jasad olib ketilayotganda ba'zi jasadxo'r jinlar bu avtomobilning orqasiga tushgan. O'sha Sholbonda yashaydigan bir guruh. Bu Sila toifasidagi jinlar. Ular musulmon, dindor va juda kuchli jin turi. Ular hech kimga zarar yetkazmaydi. Jasadxo'r jinlar guruhi bu avtomobilga hujum qilmoqchi bo'lgan paytda o'rmonda bo'lgan bu toifaning bir jini ularni haydashga kelgan. Jin qush qiyofasida ularning oldiga kelganda ehtiyotsizlik tufayli avtomobilga urilib yaralangan. Avtomobil to'xtamagani uchun uning bir qanoti sinib, patlari bilan birga qanotning bir qismi avtomobil tagida biror narsaga tiqilib qolgan. Inson yoki hayvon bo'lsin, o'shanda to'xtash kerak edi. Shu qadar insoniyatni unutgan. Yaxshilikka borgan jin xavfga tushdi. Jinlar o'z qiyofasini o'zgartirganda, biror tuzoqda tushib qolsa, o'z irodasi bilan qiyofasini o'zgartira olmaydi. O'sha paytda jinlar guruhi ibodat bilan mashg'ul bo'lgan. Shuning uchun hech kim unga yordam bera olmagan. Bundan tashqari bu xabar ularga o'sha paytda yetmagan. Ular kelsa ham o'sha vaqt sharoitida yordam bera olmasdi. Ular guruhiga xabar yetgach qisas olishga kelgan. Lalmiyo avtomobilni og'ir his qilganda, o'sha guruhdan bir jin avtomobilni tortib ushlagan. O'sha paytda 2 kishi kelib qolgan. Shuning uchun o'sha kechada Lalmiyo qutulib qolgan. Jin o'z hududiga qayta olmayapti, chunki tanasining bir qismi avtomobil tagida tikilib qolgan. Kechasi uning guruhdagi jinlar yordamga kelib, bu avtomobilni u bu tomonga tortishadi. Tiqilib qolgan qismi chiqib ketsin. Maqsad shu. Hazrat aytdi, odamlar hamma narsani qila olmagani kabi, jinlarga ham Alloh hamma narsani qilish qobiliyatini bermagan. Alloh o'z yaratgan har bir narsaning ichiga bir chegara qo'ygan. Undan tashqariga hech kim chiqa olmaydi. Hazrat aytdi, Lalmiyo avtomobil haydashni to'xtatgan. Ularni o'chir qolganda g'azabda sizga zarar yetkazishga urinayotgan. Avtomobil haydasa tagida tiqilib qolgan patlar yo'lda tushib ketar edi. Bu umid ham uzilgan. Shuning uchun sizning bolangizga jinlar qo'rqitayotgan. Shuning uchun bola yig'laydi. Hazrat, sizlar vaqtida kelmagan bo'lsangiz katta zarar ko'rgan bo'lardingiz. Bugun mening chaqirig'imga bu jinning ota-onasi va ularning guruhining boshlig'i kelgan. Siz o'rmonning o'sha joyiga yolg'iz borib, patlarni qaytarib kelishingiz kerak va bu avtomobil bilan u tomonga boshqa hech qachon bormaysiz. Ular mening iltimosim bilan sizni kechirgan. Sizga amaliyotchi musulmon kabi yashashni aytgan. Ertaga avtomobildan qanot va natval chiqar, kechasi u yerga qo'yib kelasan. Borishda avtomobilga 2 kishi oldi o'rindiq o'tiradi, orqa o'rindiq bo'sh qoladi. Borish va qaytishda orqa o'rindiqqa qaramaysiz. Orqangizdan gaplar eshitsangiz ham qaralmaysiz. Yo'lda avtomobilda sigaret chekmaysiz. Mening bir necha jin shogirdlarim xavfsizligingiz uchun siz bilan boradi dedi. Buning sababi orqaga qaramaslik. Hazratdan qaytgach, Lalmiyo kechqurun avtomobil tagidan qidirdi. Qushning bir necha pati va qanotning bir singan qismi tiqilib qolgan, yaralangan, qonga belangan. Avtomobilning bir burchagida tiqilib qolgan. Patlarni chiqarib polietilen paketga solindi. O'sha juma kuni, iymon kuni, Faruk Murido va Lalmiyo Tangayl, Kalixote, Kosturipora tomon yo'l olishdi. Kechasi 11:10 yetib kelishdi. Qush avtomobil tagiga qayerda tushgani aniq esda yo'q. Taxminan bir joyda avtomobilni to'xtatib tushib, yo'l chetiga qanot va patlarni qo'yib, avtomobilni ishga tushirib yo'lga chiqishdi. Lalmiya aytadi, u yerga borishda ular hech qanday narsa sezmagan yoki his qilmagan.
orqasidan kimdir gaplashayotgan edi. Qaytishda esa avtomobil orqasida 2-3 kishining ovozi eshitilgan. Ular bir-biri bilan gaplashayotgan edi. Qaysi tilda gaplashayotganini Lalmiya tushunmagan. Faqat Lalmiya yolg'iz emas, Faruq Mirida ham bu tovushni eshitgan. Qo'rqishgan, ammo Hazratning gapiga amal qilib orqaga qaramagan. Shuning uchun Mayminskaga kelguncha bu tovushni eshitishgan. Ammo Mayminsk shahridan uyga qaytayotganda tovushni eshitmagan. Avtomobil sotildi. Lalmiya uyga qaytib, bu avtomobilni sotishga qaror qildi. Mayminsk bypass degan joyda Sayful ismli bir haydovchi avtomobilni sotib oldi. Sayful ko'p yillar avtomobilni ijaraga berib haydadi, ammo hech qachon unga hech qanday noxush voqea bo'lmagan. Keyinchalik bu Maruti Suzuki avtomobillari chiqib ketdi. Bu modeldagi avtomobillar kichik edi, unchalik qulay emas edi. Uzoq safarlarda yo'lovchilar unda qulay his qilmasdi. Yapon avtomobillari mashhur bo'lgan paytda bu modeldagi avtomobillarning ehtiyot qismlarini topish qiyin edi. Lalmiyaning bu avtomobili hali bor, Sayful akamizga sotgan, keyin bir garajga sotgan. Dvigatel, uzatmalar qutisi yo'q, faqat shassi va kuzovi, g'ildiraklari bor. Mayminsk Degarkanda bypassdagi bir garajda bu avtomobil hali ham tashlab ketilgan holda yotibdi. Aziz tinglovchilar, bu voqeadan keyin Lalmiya butunlay amaliyotchi musulmon bo'lgan. Hali ham o'sha amallarni qiladi. Hozir yuk mashinasi haydaydi, ammo muntazam haydamaydi. Uning hozirgi hayoti to'liq musulmon kabi yashashga harakat qiladi. Voqea sodir bo'lgan avtomobilning rasmini sahifamiz va guruhimizga joylaymiz. Guruhga joylash uchun Zillur Rahmon akamizni so'raymiz. U joylasa yaxshi bo'ladi. Rasmni bizga email qilgan, sahifaga joylaymiz. Guruhga Zillur Rahmon akamiz joylashga harakat qiladi. Aziz tinglovchilar, voqea qanday tuyuldi? Agar o'sha paytda bu jin kelmaganida kattaroq xavf bo'lishi mumkin edi. Yaxshilik qilishga borgan jin tuzoqqa tushib qolgan. Uning tanasining qismlarini olish uchun jinlar bu harakatlarni qilayotgan edi, ammo qila olmagan. Jinlarning cheklovlari bor. Masalan, temirni ko'rsa, jinlarga muammo bo'ladi. Shunga qaramay, ular harakat qilayotgan edi. Uning patlari oson chiqmaydigan joyga tiqilib qolgan. Keyinchalik patlarni chiqarib bir joyga qo'yilgan. Ular buni qanday olib ketganini o'zlari biladi. Zillur Rahmon akamizga ajoyib voqeani yuborgani uchun rahmat. Eslatib o'tamiz. Payshanba kechasi 159-ayonida muzqaymoq sotuvchi Hasur voqeasini efirga uzatgan edik. O'sha voqea ham Zillur Rahmon akamizdan edi. Ajoyib voqea edi. Ko'pchilik o'sha voqeani eshitib maqtagan. Bugungi qismda voqea yuborgan barchaga chin qalbimdan rahmat aytaman. Butun qismni sabr bilan tinglagan barchaga ham rahmat aytaman. Inshaalloh keyingi qismimizda eshitishga taklif qilamiz. Shanba kuni keladi. Shanba kechasi yangi qism bilan hozir bo'lamiz. Hammangiz yaxshi bo'ling, sog' bo'ling. Men uchun duo qiling. Mening oilam uchun duo qiling. Sizlar uchun duo qilaman. Oilangizdagi har bir kishi uchun duo qilaman. Buyuk Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshilikda, sog'likda, xavfsizlikda asrasin. Afsonalar olami bilan birga bo'ling.